Assalomu alaykum azizlar. Kamina Jo'rayev Hasan Karimovich bizning mehmonimiz Ibrohim Gulamov bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz erkakchasiga suhbat asnosida ko'pchilik bizni kuzatayotgan obunachilarga, tadbirkorlarga manfaatli bo'ladi. Biznes boshqaruvida menimcha manfaatli bo'ladi. Yaxshi jamoa bo'lmasa, albatta sifat tushishiga ham olib keladi, xizmat servisi ham tushadi, hamma narsa tushadi. Bir ikkita nopok doktorlarning hisobiga ham boshqa doktorlarni ham obro'sizlantirishga sabab bo'lib qoldi. Biz ham qachonlardir hammasini o'zimiz bilamiz, o'zimiz qilamiz, o'zimiz o'qiganmiz, hammasini o'zim eplayman, ko'proq boshqalarni olsam xarajat ketadi, puli ketadi deb o'ylaganmiz. Boshqa klinikalarga ham borib maslahatchi sifatida foydalanishiga sababchi bo'lib qoldingiz. Assalomu alaykum azizlar. Sizga yangi boshlagan erkakcha gaplashamiz proyekti haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu loyihaning maqsadi erkakcha gaplashamiz, ya'ni bu yopiq kanalda erkak va ayol munosabati, farzand tarbiyasi, urologik, andrologik, reproduktologik kasalliklarga yechim sifatida yopiq kanalda ma'lumotlarni berib boramiz. Bundan tashqari jonli ovozli chatlar, kerakli bo'lgan instrumentlar, kerakli bo'lgan hayotdagi keyslar, kerakli bo'lgan meditsinada yangiliklarni muntazam ravishda berib boramiz. Agar sizga erkakcha gaplashamiz loyihasi qiziq bo'lsa, описаниеga o'tib, erkakcha gaplashamiz botga o'tib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda biz kerakli bo'lgan keyslarni, instrumentlarni muntazam ravishda berib boramiz. Bu proyektimiz faqat erkaklar uchun. Ya'ni o'sha quloqqa yetiladigan gaplarni, informatsiyalarni berib boramiz. Barchangizni ushbu loyihada kutib qolaman. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan doktor Hasan. Bugun podkastimizda erkakcha gaplashamiz. Ya'ni bizning mehmonimiz mutaxassis, biznes coach, tizimlashtirish bo'yicha yetuk mutaxassis, shaxsan ko'plab minglab tadbirkorlarning ustozi, qolaversa shaxsan o'zimni ustozim Ibrohim Gulamov bo'ladi. Xush kelibsiz. Bugungi podkastimizda erkakcha gaplashamizda kerakli bo'lgan instrumentlarni, o'zingizni hayotiy tajribadan kerakli bo'lgan lifehacklarni berib ketasiz degan umiddaman va bizning obunachilarimiz buni ko'rgan holatda o'ziga kerakli bo'lgan oz miqdorda bo'lsa ham bir foydali maslahat olsa, biz o'ylagan maqsadimizga erishamiz. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz erkakchasiga suhbat asnosida ko'pchilik bizni kuzatayotgan obunachilarga, tadbirkorlarga manfaatli bo'ladi. Ham farzand tarbiyasiga, ham oila boshqaruvida, ham biznes boshqaruvida menimcha manfaatli bo'ladi. Albatta. Xush kelibsiz. Biz qolaversa shu narsada bir fikrimni aytib o'tishim kerak. Tadbirkor sifatida, urolog, androlog mutaxassis sifatida, tarmoqli klinikalarning asoschisi sifatida shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, bizning har bir muvaffaqiyatga erishishimizda har bir insonni orqasida ustoz turadi. Va qolaversa shu ustozlardan biri Ibrohim Gulamov bo'ladi. Biz kerakli bo'lgan instrumentlarni, kerakli bo'lgan har bir ish jarayonidagi boshqaruvdan tortib icharidagi va biznes modeldagi o'zgarishlarga hammasiga ustoz, o'zingizni hissangiz katta. Va albatta bunga shu fursatdan foydalanib sizga rahmat va tashakkur etib qolaman. Bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, ustoz mana hozir aynan meditsinskiy yo'nalish bo'yicha, chunki bizning yo'nalishimiz meditsina yo'nalishi bo'lganligi uchun shu yo'nalish bo'yicha bir o'zingizni bir fikringizni, instrumentlaringizni berasiz degan umiddaman. Mana hozir tendensiya ketyapti aynan meditsina yo'nalishi bo'yicha. Mana shu meditsinada jarayon shu darajada o'zgardiki, har bir period shu darajada o'zgardiki, mana birinchi 2000-yillarda, mana 17 yildan beri shu klinika rahbari bo'lib, o'zim mutaxassis sifatida operatsionni ichida ishlaganim uchun buning o'zimning subyektiv kuzatuvim bo'ldi. Va albatta birinchi instrument ko'rinish sifatida shuni aytamanki, частный klinikalarning rivojlanish jarayonida, etapida, transformatsiyasida birinchi bo'lib binoni chiroyligiga, zo'rligiga, apparatlarning hashamdorligiga e'tibor berish boshlangan edi. Aynan o'zimizning esengi davlatlarida. Va bu 2000-yildan 2005-yilgacha bu jarayon davom etdi. 2005-yilgacha hamma binoni zo'r ekan, u paytda частный klinikalar sanoqli, ko'p emas.
va bu jarayonda kirish jarayonida hamma o'rganib sekin o'zini mutaxassislikda asosan klinikalarni yurg'izuvchi mutaxassislar boshlandi. U paytda hali biznes ko'rinishida hech kim kirmagan edi va keyinchalik bu bino hammada bo'ldi. Bu уже qiziq bo'lmay qoldi. Keyingi etap bu transformatsiyasi insonlarda оборудованиеga qarab e'tibor berishi boshladi. Оборудованиеga qarab. Bu 2015-2016 yilgacha davom etdi. Bu tendensiya transformatsiyasi. Hammaki оборудованиеga qarashni boshladi va raqobat shu darajada noto'g'ri raqobat bo'ldiki, raqobatda barchasi оборудованиеsi maniki Xitoy, maniki Rossiya, maniki Germaniya, maniki Amerika degan apparatga qarab baho berishni boshlashdi. Bu endi как bemorlar, endi bizda mijoz bo'lmaydi, bemorlar ko'rinishida. Va tabiiyki barcha insonlar оборудованиесiga, jihozlariga e'tibor berishni boshladi. Va albatta kimdadir Xitoy, kimdadir germanskiy оборудование. Buni bemorlar shundan u paytda bilsangiz homiladorlarni 3D qilib berib, syomkalar qilib berib, disklarga chiqarib berish bir moda bo'ldi va odamlar o'shanga sekin-sekin intilishi boshladi. Va bu ham xato yo'l edi. Hozir men umumiy aytaman va sizning fikringiz menga muhim. Uchinchi holat bu Coviddan keyingi davrga o'zgardi. Ya'ni Coviddan keyingi davrda insonlar barcha pulim bor, sharoitim bor, sog'lig'imni pulimga sota olaman, любой payt, любой vaqt degan fikr paradigma miyada anglashish boshladi va bu narsa noto'g'riligini Coviddan keyingi jarayon insonlarda o'zgartirib berdi. Va tabiiyki Coviddan keyin puli bo'lsa ham mana qancha do'st birodarlarimiz Coviddan o'tib ketishdi, Alloh rahmat qilsin va barchasi pul bilan barcha narsani hal qilmasligini tushunib qolishdi. Va keyinchalik mutaxassisga e'tibor berishni boshladi. Chunki barcha joyda shu jihozlar bor, оборудование eng zamonaviy, tekshirilayotgan reaktivlar barchasi eng oxirgi germanskiy reaktivlarda tekshirilishi va bular hammasi yetarli emas va keyinchalik bu esa tekshirish emas, uning tekshirayotgan va u apparatni boshqarayotgan mutaxassisga bog'liq ekan degan transformatsiya bo'ldi. Mana shu transformatsiyani siz mana biznes coach, ustoz sifatida qanaqa baholaysiz? Menga shaxsan o'zingizni fikringiz muhimroq. Bu yerda odamlarni anglash darajasi ham bor-da. Misol deylik, nimaga fokus qaratish nuqtai nazaridan binoga yoki texnikaga yoki aytaylik keyinchalik mana odamlarga deyapsiz-ku. Masalan, Henry Ford shunday narsani aytadi-da. Meni qo'limdan deydi zavodlarimni olinglar, pullarimni olinglar. Menga jamoamni qoldiringlar. Qisqa vaqt ichida yana xuddi shunaqa zavodlar, bundan ham yaxshiroq mahsulot, bundan ham yaxshiroq bozorni egallayman deydi. Ya'ni Henry Ford bilgan jamoa hamma narsa ekanligini. Chunki hamma narsani tortib oling, lekin jamoa kuchli jamoa bo'lgani sababdan yana bemalol o'sha narsani qaytarib olsa bo'ladi. Shuni bilishgan. Albatta. Va undan ham zo'r qilib yaratishi mumkin. Albatta, undan ham zo'r qila oladi. Ana endi savol paydo bo'ladi. Mahsulotingiz zo'r, lekin jamoam yomonni tanlaysizmi? Yoki jamoa zo'r, mahsulot yomonni tanlaysizmi? Qaysi birini tanlaysiz? Endi men shaxsan to'g'risini o'zimning fikrim, subyektiv, shu vaqtgacha devorlarga urilib shu narsani xulosa qildimki, shaxsan o'zim biznes rahbar sifatida, ham mutaxassis sifatida, ham boshqaruvchi inson sifatida ko'proq jamoaga men qo'shilaman. Jamoaga nega? Shunaqa fikrim borki, har xil vaziyat bo'ldi shaxsan o'zimda. Chunki transformatsiya bo'lishi o'zimda ham transformatsiya bo'lganda, bitirib, o'qishlarni bitirib, institutlarni bitirib, barcha narsalarni уже faoliyatimni boshlagan kunimdan men rahbarlik darajasiga kelishim birinchi navbatda o'zimni o'zim bilan ish bilan ta'minlashdan boshlangan. Bitirib chiqdik, boshqa qildik, hammasi yaxshi. Endi bitirguncha 10 yil vaqt ketdi. Orada keyin malaka oshirib keldik. Kutuvlarimiz ko'p juda. Qarasak, hamma quchoq otib kutib oladi deb o'ylaganmiz deydi o'sha paytda. Bu, kstati, har bir vrachlarning shunaqa orzusi bor. 10 yil umr vaqt ketgandan keyin kutuvi katta bo'ladi. Va tabiiyki, u yerda ishsizlik, u yerda olgan maoshingiz o'zingizni qoniqtirmasligi shu darajada holat bo'lganki, hech esimdan chiqmaydi. Faoliyat yuritib, bir oy ishlagan oyligimga 4 kun obed qilganman-da. 4 kun obed puli bilan уже bir oy ishlagan oyligingiz уже tugagan.
keyin fikr bo'ladi, savol bo'lgan o'zimda. Albatta bu shu hayot tarzi ketaversa o'zimdan rozi bo'lamanmi va kutuvim qanaqa edi va nimaga qilishim kerak? Va tabiiyki o'zimga o'zim уже savol berishni boshlagandan keyin anglashni уже boshlaganman. Bu narsa anglashda shunaqa narsa bo'ldiki, to'xta, endi biron bir ish qilishing uchun o'zing ish beruvchi bo'lishing kerak va tabiiyki shunga уже intilishga harakat qilin. Birinchi bemorlarni ko'rganimda ultrazvuk kerak bo'lgan, ultrazvuk sotib olganman. Keyin qarasam tekshiruvlar qilishimiz kerak, bemorlarimiz tekshiruvlar boshqa joylarga borib kelishyapti. Tabiiyki ularga noqulaylik bo'lyapti. Ularga azob emas, rohat berishimiz kerak har doim. Tabiiyki unga o'zi rohat berish harakatida keyin laboratoriya qo'shishni boshlaganman. Laboratoriya qo'shgandan keyin avtomatik u yerda tizimlashtirish jarayonini o'quv, biznes kursda o'qimaganmiz, biznes yo'nalishda yo'q. Asosiy fokusimiz meditsinskiy yo'nalishda. Va tabiiyki u yerda ustoz kerak bo'lgan. Va ustoz birinchilardan bo'lib, har bir yo'nalishda o'zimizning ustozimiz bor. Meditsinskiy yo'nalish bo'yicha, operatsionni yo'nalish bo'yicha, xirurgik yo'nalish bo'yicha va konservativ yo'nalish bo'yicha va albatta ustoz qidirishni boshladik. Nega? Chunki tizimda boyaga aytgandek har bir narsani sifatga e'tibor beruvdik, lekin jamoalarning raqobatning kuchligining hisobiga bizning jamoamizdagi eng yaxshi xodimlarni hunting qilib olib ketish kuchayib ketdi. Va bu xolizmi, xolamizmi jamoani siz boshqarishga va jamoani ushlab turishga harakat tendensiya ketdi. Keyin sifati zo'r boshqa bor, lekin jamoani rozilik hissiyoti bo'lmasa, sizning xodimlaringizda yo boshqada hissiyoti bo'lmasa, tabiiyki keyin o'sha ish prosessiga ham ta'sir qilishi boshlaydi. Hozirgi savolingizga javob berardim. Birinchi o'rinda albatta sifatga e'tibor bersak, lekin jamoaga e'tibor bermasak, albatta bu sifat bo'lib ketayotgan narsa ertaga sifatsizga aylanadi. Chunki jamoani yo'qotishning hisobiga, ming afsuslar bo'lsin. Va o'shaning uchun ko'proq jamoani tanlagan bo'lardim. Negaki bizning jamoamizda ham, shaxsan o'zimda ham bu yillar davomida keldi. Birinchi o'ylashimda, anglashimda sifat zo'r bo'lsa bo'ldi, hammasi zo'r bo'ladi. Qo'l-qo'liga tegmaydi, bemalol ish o'ylaganimizda yuqoriroq bo'ladi degan fikr bor edi. Lekin yillar davomida inson o'qib, izlanib, ustozlardan olgan bilimlarni qo'llab va uni tizimlashtirish jarayonida anglab yetdimki, jamoaga siz to'g'ri aytyapsiz, birinchi o'rinda jamoaga bog'liq. Chunki jamoani elementar narsasida undagi ruhiyatdagi yo o'sha jamoani fikri ham, uni kayfiyati ham o'sha chiqarayotgan, berayotgan mahsulotiga ta'sir qiladi. O'sha sifatiga ham ta'sir qiladi. Sifatiga ham ta'sir qiladi. Chunki sifat yaxshi jamoa bo'lmasa, albatta sifat tushishiga ham olib keladi, xizmat servisi ham tushadi, hamma narsa tushadi. Chunki bizda servisda asosan uslugiga qo'shib qo'ygan. Ming afsuslar bo'lsinki, meditsina o'zi butun dunyoda usluga sifatida kiritilmaydi. Lekin bizning yo'nalishimizda hozir mana SNG davlatlarida ko'pincha meditsinani usluga sifatida, servis sifatida o'sha yo'nalishda baholab qo'yishgan va o'shanga kirgizib qo'yishgan. Nima kiradi bo'lmasa boshqa? Bu meditsina отдельный tarmoqda. Masalan, bizda mijoz bo'lmaydi. Bizda bemor bo'ladi. Biz usluga ko'rsatmaymiz. Biz ularni обследование qilamiz, tekshiramiz. Xo'p, davolash nima deyiladi bunda? Обследование davolash, lechение. Обследование lechение va odamlardagi stereotip shu darajada o'zgarib qolganki, bu endi yillar davomida shakllanib kelgan. Chunki meditsina bepul bo'lgan. Meditsina bepul bo'lgandan keyin har bir narsa davlat tomonidan bu kompensatsiya qilib berilgan. Bu barchasi qilingandan keyin inson o'zini sog'lig'iga e'tibor bermaslikka olib kelgan buni yomon tomoni. Chunki arzon narsa, tekin narsa qadrsizga aylanib qolgan. Va shunday tendensiyalardan o'tdiki, mana salkam 17 yil ichida insonlar o'zini sog'lig'iga bee'tibor bo'lmasligini va barcha pul bilan hamma narsani hal qila olmasligini, ayniqsa bu Coviddan keyin bu sal rivojlanib, insonlar anglab tushunishni boshladi. Va tabiiyki usluga yo'lga kirilgandan keyin va usluga sifatida buni tadbirkorlik yo'nalishidagi faoliyat sifatida ko'rilgandan keyin biz ham majburmiz uslugada servisni yaxshilashtirishga, u yerdagi mijozni ko'proq qiymat berishga va mijozga o'zingiz har doim ta'kidlab o'tganingizdek azob emas, rohat berishga va u bemorlarni rozilik muhitida shu yerdan chiqib ketishi va u kimgadir keyinchalik tavsiyachi bo'lib aylanish
kelishiga va u ham bizning moliyaviy holatimizga ta'sir qilishiga sabab bo'lib qoladi va tabiiyki biz ham servis yo'nalishida уже yo'nalishni fokusni qaratishni boshladik. Bu tendensiya mana shunday rivojlanib kelyapti. Mana hozir shu narsa hayotiga ketyaptiki, bu butun davlat miqyosida agar qaraydigan bo'lsangiz, rivojlangan davlatlarning meditsinasi barchasi pullik xizmatning hisobiga bo'ladi va barchasi страховкаning hisobiga bo'ladi va tabiiyki u yerda juda katta kapitalizatsiya yotadi, juda katta pul yotadi uni tagida investor, chunki arzimagan bir misol uchun mana shu telefon $1000 yo $1200 bo'ladigan bo'lsa, agar shu yoniga iPhone medisinskiy deb yozib qo'yilsa, bo'ldi. Medisinskiy deb yozilib qo'yilsa, xuddi shu apparat $10,000 ga narxi baholanadi. Nimaga? Chunki bu yerda inson omili bor. Insonni ertaga unga kasallik jarayonida tashxis qo'yishda yo davolashda biron bir zarar yetkazib qo'ymaslik uchun bu chuqurroq tekshiriladi. Bir necha bosqich etaplardan o'tiladi. Birinchi o'rinda insonga zarar yetkazmaslik uchun. Va tabiiyki meditsina so'zi yozilib qo'yilgan bo'lsa, bir necha karraga o'sib ketadi. Lekin uni investor sifatida, shaxsan men o'zim investor sifatida berib, marjalность agar hisoblaydigan bo'lsak, foyda tomonini hisoblaydigan bo'lsak, foyda tomonlama biznes ko'zi bilan qaraganda bu rentabilnisi uzoq emas, ko'p emas marjalность. Shuning uchun ko'pchilik e'tibor bergan bo'lsangiz, balki sizni shogirdlaringiz o'rtasida ham shu yo'nalishda maslahat, konsultatsiya olishga balki kelgandir. Ularning orasida hozir shunday tendensiya ketyaptiki, kapitalizatsiyasi investor pul tikib qo'ydi, misol uchun 1 million yo 2 million va tabiiyki uni jahon miqyosida biznes ko'zi bilan qaraydigan bo'lsangiz, bu okupayimiz deyiladi. Bu okupayimiz 3-5 yilda tashkil qilishi kerak. Chunki umumiy olganda amortizatsiyasini hisobga olsangiz ham 20% dan 5 yilda eng uzoq bilan. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bizda okupayimizda yili uzoqroq. Necha yil masalan? Bu eng minimumi meni hozir kuzatuvlarimda O'zbekiston sharoitida 8-10 yilda tashkil qiladi. Maksimalnisi-chi? Maksimalnisi 12 yilgacha bordi. 12 yilgacha bordi. Ming maksimum. Lekin 12 yilda siz u apparatingizni ekspluatatsion holatiga yaroqsiz holatga kelib qoladi-da. Siz hali apparatingizni chiqarmasdan turib, u okupayimizda уже qoplab ketadi. Shuning uchun majbur bo'lyapti investorlar meditsina yo'nalishida, asosan Coviddan keyin ko'proq tadbirkorlar pul tikishni boshladi. Misol uchun hisoblashdi, analiz topshirsam, tekshiruv qilsam 1 million, 2 million, 3 million pulim ketyapti. 1 million pul bo'lsa, kuniga buncha odam kirsa, sizda bilasiz, birinchi insonlarni eng oson narsa birovni pulini hisoblash deydi. Va tabiiyki uni nechta odam kelishiga ko'paytirib yuboradi, bo'ldi. Qolgan narsa ko'rinmaydi. Uni bir oyga ko'paytiradi. Tabiiyki masofa qisqaradi va tabiiyki u zo'r biznes ekan-ku degan fikr paydo bo'lib qoldi. Va tabiiyki millionlab pullarni ajratib, millionlab pullarni уже tikkandan keyin qarasa unaqa emas. Va tikkan puliga yarasha обратный связи yo'q. Va tabiiyki mana hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'pchilik klinikalar yopilish arafasida turibdi. Yopilmayotganlari ham kattaroq klinika investorlar, ular qaysidir daromadning hisobiga uni qoplab turish evaziga, boqib turish evaziga shakllanib turibdi. Negaki uni qiymatini barchasini zararsiz nuqtasigacha chiqarib oladigan bo'lsa va tabiiyki uni ertaga uni pulini chiqarib olishini hisoblaydigan bo'lsa, уже qiziq emas. Tadbirkor ko'zi bilan qiziq emas. Lekin bizga o'xshagan mutaxassis, doktor bo'ladigan bo'lsa, u o'zini ishi, o'zini kasbini yaxshi ko'radi, o'zini anaqasi ustida ishlaydi va tabiiyki u marjalnostga e'tibor bermaydi ham. Negaki zararsizlanish nuqtasidan past bo'lmasa bo'ldi, o'zim ish bilan ta'minladim, o'zini ishidan mazza qiladi va tabiiyki o'zini mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha rivojlantirishga harakat qiladi. Mana shu tendensiyalar hozir rivojlanishni boshladi. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan erkakcha gaplashamiz proyektida ushbu sonida mehmonimiz, ustozimiz Ibrohim Gulanov bilan kerakli bo'lgan klinikalarning o'rtasidagi muammolarni batafsil yoritib chiqdik va ularga kerakli bo'lgan keyslarni, instrumentlarni, yechimlarni va maslahatlarni to'laqonlik yoritib berdilar. Ushbu podkastni to'laqonlik ko'rib,
barcha klinika rahbarlariga, klinika ochmoqchi bo'lgan insonlarga va hozir shu kecha kunduzda yuritayotgan insonlarga yuborib qo'yishingiz mumkin. Agar sizga ushbu podkastimiz manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lishni unutmang. Kerakli bo'lgan savollaringizni kommentariyada kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bitta savolim bor sizga. Mana hozir diagnostika yo'nalishi bo'yicha ko'p klinikalar yopilib ketyapti. Mana shu misol sifatida. Bu ham nimani hisobiga? Bu o'sha tizimlashtirish, tarmoqlashtirish va bozorning kichkinaligi, raqobatning kattaligi va delegirat qilmasligining hisobigami degan savol tug'ilyapti menda. Bunaqa paytda sizni mutaxassis sifatida fikringiz, monoprofilni yo'nalish sifatida ko'paytirilgan, tizimlashtirilgan holatda ko'paytirgan ma'qulroqmi yoki bo'lmasa biron bir fokusga yo biron bir узкий specialistga shuni maksimalni zo'r qilib rivojlantirib va uni masshtabirat qilgani yaxshiroqmi? Shunga nima maslahat berasiz? Bu o'zi strategiya masalasi. Strategiya, albatta. Ya'ni kimdir monoprofilni yo'nalishini tanlasa, kimdir fokus strategiyasini tanlaydi. Fokusироваться qiladi bitta yo'nalishda. Bu xuddi bir shashlik yaxshimi, osh yaxshimi degan gapga o'xshaydi-da. Kimgadir nimadir yoqadi, o'sha yo'nalishni tanlaydi. Lekin hozirga keladigan bo'lsak, odamlar injiqlashni boshladi. Albatta. Ko'proq pul topishni boshladi, komfort zonaga kirishni boshlagandan keyin endi bitta joyda muammosini kompleks yechish ko'proq odamlarga yoqayapti. Osonroq. Masalan, 10 ta do'konga kirmaysizda, bitta korzinkaga kirasiz, hamma narsangizni o'sha yerdan sotib olasiz. Выгодно bo'lyapti. Vaqt kundan kunga odamlar tushunyaptiki, vaqt qimmat ekanligini, pul turadi vaqt. O'sha uchun vaqtni ekonom qilish uchun qaysi muammoni kompleks yechim beradi, qaysi biznes farqi yo'q, bu klinikami bu, boshqa yo'nalishlarning farqi yo'q. Kompleks yechim beradiganlar, ekosistema qurganlar, bitta joyga kirib hamma masalangizni hal qiladigan yo'nalishlar aktualni bo'laveradi. Lekin albatta yuqorida aytganimdek bu strategiya masalasi. Lekin ayrimlar bor, узкий направленияni oladida monoprofillar qila olmaydigan narsalarni qiladiganlar ham bor. Узкий yo'nalish tanlaydi, idealni qiladi, zo'r qiladi, uni boshqa joyda qila olmaydi hech kim. Chunki o'sha fokus qaratadi. Bu ham strategiya masalasi. O'sha uchun odamlarning ko'pchiligini muammosiga qaraydigan bo'lsangiz, kompleks yechim ma'qul. Lekin tadbirkor sifatida strategiya tanlashda bu har kimning o'zining xohishi. Tizimlashtirishda mana shu strategiyada azroq bir yo'nalishda fikr bo'ldi-da, shaxsan o'zimda. Mana hozir bizning klinika, o'sha doktor Hasan klinikasi ko'p tarmoqli klinika. Va albatta boshida yuqorida aytganimdek, har bir insonni shu bitta joyda, o'sha joyda kelgandan keyin detskiy bo'ladimi, взрослый bo'ladimi, ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi va albatta o'zini mutaxassisga kirib bir joyda bitirishga ko'proq qaratilgan. Va tabiiyki mana hozir ustozlarning fikrlari, yo'nalishlari berish bo'yicha hozir shu xulosaga kelyapmanki, biznes modelni o'zgartirish ma'nosida fikr kelib qo'yadi, ikkilanib qo'yadi-da. Hozir men shaxsan urolog, androlog yo'nalishida shuni zo'r qilib klinikani, keyingi klinikani urologik, andrologik yo'nalishi bo'yicha maksimal shu yerda androlog, urologni bilaman. Androlog nima ish qiladi? Androlog bu erkak va ayollarni reproduktiv holatiga, farzand ko'rish, jinsiy hayoti, jinsiy tarbiyasi va ulardagi uchrashib bo'lgan patologik kasalliklarni bartaraf qiluvchi mutaxassis sifatida urolog nima qiladi? Urolog bu siydik yo'lida, ya'ni siydik yo'lidagi infeksiyalar, siydik yo'lidagi kasalliklar va u yerdagi operativning jarrohlik usullari yo'nalishi bo'yicha qaraladi. Bu yerda har bir umumiy qilib aytganda urolog shuni ham qilishi mumkin, lekin fokusировать qilish nisbatida va u yerda endi shaxsan bizda monoprofilni klinika bo'lgani uchun men o'zim urolog, androlog, reproduktolog, seksopatolog sifatida, mutaxassis sifatida, ekspert sifatida faoliyat yuritaman. Albatta kelayotgan oilalar chuqurroq va kerakli bo'lgan qiymatni keragidan ko'proq berishga harakat qilinadi. Va albatta bu yerda o'zini yo'nalish bo'yicha mutaxassis urolog qilgan ishni androlog qiladimi? Albatta, qaysidir qismini. Seksopatolog qilgan ishni qiladimi?
albatta qaysidir qismi, lekin men aslo bo'lsinki mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsiz, 2 oy 3 oy seksopatolog kurslarni yo 2 hafta 3 hafta kurslarni o'qib bizani qadriyatimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham etib chiqayotganlar paydo bo'lyapti. Lekin biz mutaxassis sifatida aynan u yerdagi psixologik holat emas, soddaroq qilib aytganda erkak ayolni qanday yotib turishi emas va ulardagi patologik holatlarni, kasalliklarni ko'proq kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta shu jumladan bitta fikrni sizdan so'ramoqchiman. Oila munosabati. Biznesda oilaning munosabati qanchalik rol o'ynaydi deb o'ylaysiz? Biznesning rivojlanishida. O'zi hayot jabhalarini agar olsak, mana oila bitta hayot jabhasi, biznes bitta hayot jabhasi, shaxsiy rivojlanish bitta jabhasi, ruhiy rivojlanish bitta jabhasi, munosabatlar bitta jabha, pul bitta jabha. Ya'ni har xil jabhalar bo'ladi va hamma jabhalar bir-biri bilan munosabatda bo'ladi, bog'liq bo'ladi. Misol deylik, oilada xotin bilan munosabatlar yomon bo'ladigan bo'lsa, kayfiyat yomon bo'ladigan bo'lsa, janjal bo'ladigan bo'lsa, ruhiy tushkunlik yoki aytaylik holat yaxshi emas, kayfiyat yo'q, jahl chiqqan yoki ishxonaga borgan paytda xodimlarga nima deydi, ular bilan chiroyli muomala qilmaydi. Yoki korxonaning strategiyasi bilan shug'ullanish kerak bo'lgan joyda uni oilada front ortida notinch bo'lgandan keyin frontda g'alaba qozonishga unga bo'lgan ishtiyoq so'nadi. Avtomatik bunaqangi holat uni ruhiyatiga ham ta'sir qiladi. Uni shaxs sifatida rivojlanish ustida ishlamaydi bunaqa odam, asablar tarang bo'lgan joyda. Yoki nimadirlar o'rganish bilan shug'ullanmaydi. Bu sog'liq jihatda ham ta'sir qiladi. Misol deylik, stress, asabda agar постоянный janjal, постоянный shunaqa bo'lsa, qarabsizki, sog'ligida ham yo'qotishlar bo'ladi. Ya'ni qaysidir bir frontda yutqizish boshqa frontlarda ham yutqizishga olib keladi. O'shuning uchun oiladagi munosabatlarni yaxshilanishi boshqa hayot jabhalariga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Biznesga ham, shu jumladan biznesga. Demak, oiladagi muhit bu sizni kelajakdagi biznesdagi muvaffaqiyatga erishishingizga bir turtki bo'ladi. Albatta, masalan, erkak kishi u jangchi. U ovga chiqadi, ovlab keladi. Endi jangga chiqib ov qilish kerak bo'lgan joyda uydagi misol deylik ayoli uni lattaligini eslatsa, uni hech narsaga yaroqsiz ekanligini aytadigan bo'lsa, qo'ldan kelmasligini, boshqa jangchilar bundan ko'ra yaxshiroq ekanligini kimlardir bilan taqqoslaydigan bo'lsa, u qanday qilib qilichini olib jangga g'alabalar bilan qaytsin? Albatta. U yeringizni tushirib oladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu oilani ko'rgan, masalan, farzand bo'lsin, yigit, o'g'il farzand. U qanday qilib shunaqangi nima deydi, otasini ko'rdi misol deylik. Onasini otasiga nisbatan munosabatini ko'rdi. Qanday qilib bu oilada haqiqiy bir erkak, siz aytsangiz, erkakchasiga gapiryapmiz, qanday qilib erkak chiqishi mumkin bo'ladi bunaqangi munosabatni ko'rsa. Yoki qiz shu farzandi oilasida voyaga yetgan qiz bola bo'lsa, u onasini nima deydi, bunaqa munosabatini ko'rib, ayol kishi shunaqa munosabat qilish kerak degan ma'noda qachondir turmushga chiqadigan bo'lsa, u ham erini shunaqa nima deydi, latta bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Albatta. Bu fikringizga 100% qo'shilaman. Shaxsan o'zim mutaxassis sifatida qabulimizga bemorlar ko'p kelishadi va tabiiyki u yerda kelayotgan farzandlardan ularni berayotgan savoli, o'zini tutishidan ko'proq qaraymiz. Ya'ni oilada matriarx bo'lish. Siz boyaga misol qilganingizdek, oilada agar patriarx bo'ladigan bo'lsa, u yerdagi bolaning o'zini tutishi, o'ziga bo'lgan ishonchi, e'tibori, hattoki dunyo qarashi, kelajakda nima mumkin bo'lgan hayotdagi maqsad missiyalarigacha yozib olgan yoki bo'lmasa o'shani xachabi o'zi ichida shu narsani mo'ljallab yurgan, ichidagi yasi bo'ladi. Lekin men asla bo'lsinki, o'zimni kuzatuvim subyektiv, hozirgi ayollar shunday holatda farzandlarni tarbiya qilyaptiki, nega? Farzandlar har biri o'ziga kerakli bo'lgan fikrni ochiq oydin eta olgan foizlarining nisbatida juda kam. Shunday o'stiradi. Nimaga? Ayol asosan men nimaga boyga oiladagi erkakni tarbiyasi, ishdagi tarbiyasi va farzandlardagi otaning roli ham muhimroq hisoblanar ekan. Bir statistika o'tkazilganda
ayol tarbiya qilgan, ya'ni beva ayol tarbiya qilgan farzandni, ota onasi bor farzandni statistikaga o'tkazilgan. Statistikalar shunday ko'rsatganki, ayol o'zi mehnatini, vazifasini olib turib tarbiya qilgan farzandlarning foizi, muvaffaqiyatga erishish foizi yuqoriroq bo'lgan. Lekin men sizlar bo'lishi mumkin, yuqori bo'lgan darajada ham faqat ijrochi sifatida yuqorilashgan. Rahbar sifatida. Qaytadan ayting, shu joyda alohida o'zi tarbiyalaganmi shunda? Alohida tarbiyalagan, ersiz. O'zi tarbiyalagan. Rezultat ko'proq. Muvaffaqiyatga erishish, lekin muvaffaqiyatga erishayotgan darajada ijrochi rolda, boshqaruvchi emas, ijrochi rolda eng yuqori chegarasiga chiqib qolar ekan. Ko'proq foizi. Negaki bularda shunday stereotip podsoznaniyada qolib ketar ekanki, ular agar ona har doim farzand qulay bo'lish kerak, aytgan narsani aytgan vaqtida bajarishi kerak va kerakli bo'lgan uyini tozalashdan tortib, ona endi ko'chada mehnat qiladi, otani ham, onani ham xizmatini qilib va bolaning farzandi o'ziga bo'lgan ishonchi yuqoriroq bo'lib qoladi, lekin muvaffaqiyatga erishishga kelgan paytda soddaroq qilib aytganda boquvandalik hissi paydo bo'lib qolar ekan, o'zi bilgan bilmagan holatda, va itoatkorlik hissiyoti paydo bo'lib qolar ekan, o'zi bilgan bilmagan holatda. Chunki aksariyat ayollar o'zi yemay, o'zi ichmay, shu farzandi boshqalardan kam bo'lmasin deb unga ko'proq mehr berib qo'yar ekan. Faqat bu statistikangizni bor-ku, buni ko'rish kerak. Bu qayerning statistikasi? Sababi bu davlatlarda farq qiladi-da. Albatta. Ya'ni masalan bizni diyorlarni agar oladigan bo'lsangiz, onalar farzandlarini haqiqatan paxtani ichida o'stirishadi. Misol deylik, bir nimani o'qigandim-da, Yaponiyada bir o'zimizning o'zbek o'sha yerda yurgan bir paytda parkda yuribman deydi, student. Bir yosh bola yurib kelyapti, yiqildi deydi. Yiqilib tushgandan keyin shartda bordimda, bu qayerdan keldi, bu yiqilib qoldi deb uni ko'tarib oyoqlarini, changlarini artib nima qilsam deydi, kichkina bolacha. Keyin qarasam onasi u yerdan keldi deydi-da, kelyapti. Men aytdim, hozir kelib menga rahmat aytadi desam, men bilan urushib ketdi deydi u ayol. Nimaga bolamni yiqilganda turg'izasan deb turib men bilan urushyapti deydi. Demak, o'zi harakat qilish kerak degan. Keyin hayron qoldim dedim, tushunmay qoldim dedi. Bu nima degani, bu qanaqa tushunish kerak? Bolasini olib ketdi, ozginadan keyin yana qaytib kelib, yana tushuntiryapti deydi. Aytayaptiki, mana bolam yiqildi. Men ko'rdim bolam yiqilganini. O'zi turishini xohlayman. Sen nimaga bolamni turg'izding? Chunki sen turg'izayotgan paytda bolam yiqilgan bolani, uni miyasida sen shunday narsani shakllantirasanki, kimdir menga yordam berish kerak. Jamiyat menga majbur yordam berishga. Men shunga loyiqman degan narsa bo'ladi va sen uni hayotidagi qiyinchiliklar bo'lgan paytda doim yonida bo'lasanmi farzandimni? Albatta. Bo'lmaysan-ku. O'sha paytda unga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, kim yordam beradi? Hech kim yordam bera olmaydi. O'sha paytda o'zi uchun javobgarlikni olib, o'zi masalani hal qilish kerak. O'sha uchun qaror qabul qilishga qo'y, bolani o'zi qaror qabul qilsin degan ma'noda shunaqa suhbat bo'lganini aytadi-da. Bir mijozimiz korxonasida konsalting qilgan paytimizda rahbarlar bilan suhbat qilganimizda o'sha yerda bir yigit aytdiki, Germaniyada ishlab yurgan paytimda deydi, ikkita joyda ishlaganimda 2 marta ham ko'rdim shu narsani deydi. Germaniya o'sha nemis ayollari farzandlari tarbiyasidagi rolini. Ya'ni aytadiki, restoranda ishladim deydi. Restoranda ishladim. 3 yoshar bola kelgan deydi. Ovqat buyurtma beryapti onasi. Nima yeysiz? Falon. O'g'lingiz farzandingizga nima olib beray? Bilmayman, o'zidan so'ra deydi. 3 yoshar bolaga deydi. Onasi, men bilmayman u nima yeydi, uni o'zidan so'ra deydi. Men dediki, 3 yoshar boladan so'rayapman, nima yeysan? Bola buni xohlagan narsasini aytayapti deydi. Onasi deyapti, masalan aytayaptiki, kola ichaman, gamburger ichaman, uni ichaman. Keyin onasi aytayaptiki, bolam, to'g'ri, kola ichmoqchi bo'lsangiz ichishingiz mumkin. Lekin o'tgan safar ichuvdingiz, har safar buni ichsangiz unchalik nima bo'lmaydi. Shuning uchun balkim qaysidir birini boshqacha nima qilarsiz deb yana baribir o'ziga qarorni beryapti deydi. Qaror. Bu birinchi epizod. Ikkinchi aytayaptiki, kiyim-kechak do'koniga kirdim deydi. Kiyim-kechak do'koniga kirsam, ota o'g'ilmi, ona o'g'il kelgan deydi. Kiyim sotib olyapti. Aytayaptiki, xolos farzand deyapti, yosh bola bo'lishiga qaramasdan kiyimni o'zi tanlayapti deyapti.
Ya'ni qaysi ma'noda nima unga ma'qul, bu mani nimamda bor edi, mana bu kiyimni mana bunaqa ranglisi mani garderobimda bor, bu emas, men bunisini olaman. Ya'ni bolani o'zi tanlov qiladi. Masalan, bizni hozir bir onalarni agar qarasangiz boradi, shuni kiyasan deydi. U yoqadimi, yoqmaydimi, bo'ladi masalan deyish mumkin. Yoki ovqat yeyishda ham tanlov yo'qda, qaror qabul qilish yo'q. Va bu kelajakdagi biznesdagi o'ta muhim rol hisoblanadi. To'g'rimi? Albatta. Har bir biznesda har bir yo'nalish. Bobomiz 12-14 yoshlarda taxtni boshqargan. Mehmet Fotih 20-21 yoshlarida Konstantinopolni fath qilgan. Ancha odamlar qila olmagan narsani 20-25 yoshli hollarida katta armiya bilan, kuchli strategiya bilan, eng zo'r texnologiyalar bilan zabt etganlar-da. Bu onalarni farzandini erkakcha tarbiyalaganini mevasi. Albatta. Boyiga fikrimni oxirigacha yetkazib qo'yadigan bo'lsam, statistikalarni hisobsa, nimaga bu tendensiya ketyapti? Oxirgi vivod, ya'ni xulosa qismida shunaqa narsani aytadiki, siz tushunaman, siz bevasiz, ayol erkak rolini olgan holatda farzandingizni boshqalardan kam bo'lmagan holatda uni tarbiyalaysiz. Lekin bu erkakcha gaplashamiz yo'nalishidagi bir xulosa bo'lgandan keyin buni ertaga siz hayotdagi bo'lgan qarorni o'ziga bo'lgan ishonchini yo'q qilib qo'yasiz. Albatta uni siz o'ziga qo'yib bering. Kerakli paytda qilishi kerak bo'lgan o'yinchoqlarni, qilishi kerak bo'lgan sho'xliklarini qo'yib bering. Siz o'zingiz xohlagandagi ayollarning umumiy ma'nosida aytilyaptiki, siz o'zingiz u bola xohlagan holatda emas, siz o'zingiz xohlagan tarzda tarbiyalamang. Bolani qo'yib bering. Qachondir sho'xlik qilish kerak, qachondir tarbiyasizlik qilish kerak va qachondir kerakli bo'lgan borma kuyasan dedi, boyiga aytgan o'sha narsasini, o'sha kuyish hissini paydo qilish kerak. Va albatta bu har bir kichik bir tajribasizlik, kichik bir yo'qotish yo o'zgarishlar keyinchalik hayotda o'z o'rnini topishda rol o'ynar ekan. Yana bir xulosa, ayol bilan o'rtasidagi erkakning munosabati ham ta'sir qilar ekan. Mana hozir bizda shunaqa narsa borki, aksariyat shunday insonlarda eri xotin rolida emas, ona bola rolida bo'lib qolar ekan. Va ona bola rolida bo'lmaganligi uchun u yerdagi oila muvaffaqiyatsizlikka uchrashishiga sabab bo'lib qolar ekan. Va mana hozir oilalarni men endi mutaxassis sifatida ko'raman. Eri xotin, lekin pozitsionirovaniyasi oiladagi bir muhiti ona bola rolida, aka singil rolida, eri xotin emas. Va bu ularning ham jinsiy tomonlama, ham bir-biriga bo'lgan munosabati tomonlama ta'sir qilish ehtimolligi ko'proq bo'lar ekan buni kelajakda. Shuning uchun barcha farzandlarimizni buning o'zi qonun qoidasi bor. 3 yoshgacha kerakli bo'lgan olamni tanishishimiz kerak ekan. Olamni. Men bu qora, men bu issiq, men bu kuyadi va barcha narsasini har bir savoliga ota-ona savol beraverib jonimga tegding emas. O'sha har bir savoliga erinmasdan olamni, ya'ni fleshga yoziladi. Mana shu neyronlarni barchasini to'g'ri o'zimiz yo'naltirishimiz kerak. U yo telefondan yo bir boshqa insondan noto'g'ri informatsiyani olmasligi uchun. Va 3 yoshgacha bu narsani to'liq berganimizdan keyin bola shohlardek munosabat bo'lishimiz kerak va albatta ularga kerakli bo'lgan munosabatlarni, kerakli bo'lgan instrument, kerakli bo'lgan har bir savoliga javoblarni erinmasdan berishimiz kerak. Keyingi holat hisoblanadi bu 3 yoshdan 6 yoshgacha. Mana shu 3 yoshdan 6 yoshgacha, ya'ni qizlarda ham, bolalarda ham ilk sevgi paydo bo'ladi. Ilk sevgi, platonistik sevgi deyiladi. Mana shu yoshda 3 yoshdan 6 yoshgacha. 3 yoshdan 6 yoshgacha qizlarga bog'cha davri. Bog'cha davri. Men eslayman, bog'chada ham menda bo'lgan shunaqa. Sevgi shakllanadi. Bog'chada sevish bo'lgan. Sevgi bo'ladi va bu har bir e'tibor bersangiz, qizlar otasiga yopishib, otasiga erkalanib, otasini, onasidan qizg'anadigan holat bo'ladi. Bolalar esa onasiga yopishib qoladi shu davrda. Assalomu alaykum azizlar. Sizga yangi boshlagan erkakcha gaplashamiz proyekti haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu loyihaning maqsadi erkakcha gaplashamiz, ya'ni bu yopiq kanalda erkak va ayol munosabati, farzand tarbiyasi,
urologik, andrologik, reproduktorologik kasalliklarga yechim sifatida yopiq kanalda ma'lumotlarni berib boramiz. Bundan tashqari jonli ovozli chatlar, kerakli bo'lgan instrumentlar, kerakli bo'lgan hayotdagi keyslar, kerakli bo'lgan meditsinada yangiliklarni muntazam ravishda berib boramiz. Agar sizga erkakcha gaplashamiz loyihasi qiziq bo'lsa, описаниеga o'tib, erkakcha gaplashamiz botga o'tib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda biz kerakli bo'lgan keyslarni, instrumentlarni muntazam ravishda berib boramiz. Bu proyektimiz faqat erkaklar uchun. Ya'ni o'sha quloqqa yetiladigan gaplarni, informatsiyalarni berib boramiz. Barchangizni ushbu loyihada kutib qolaman. Mana shu davrda biz to'g'ri tarbiya berishimiz kerak. Nega? Bularning hammasini hozir erkakcha gaplashamiz proyektimizda biznes strukturasi sifatida, oiladagi munosabati sifatida va hayotdagi o'z o'rnini egallashi sifatida bu muhim yoshlar hisoblanadi. Albatta bu yerda o'g'il bolaga o'yinchoqlarning, erkakcha o'ynaydigan o'yinchoqlarning berishimiz, erkak shu biznesmen bo'lib barcha vaqti umuman 1 daqiqa ham vaqti bo'lmasa ham shu farzandiga ana shu yoshda vaqt ajratishni so'rab qolgan bo'ladi. Kerakli bo'lgan xo'jayini otasi farzandini o'zi bilan olib yurishi, ularga erkaklik o'ynaydigan o'yinchoqlarning berishi, ularga erkakcha fikrlaydigan va ularga rag'batlantirish, ya'ni uni erkakligini rag'batlantirib va bu erkak bo'lganligi uchun bu zo'r bo'lgan va erkaklik bu san uchun eng yuqori rag'batlantirish. Erkak bo'lib tug'ilganing uchun bu zo'r narsa va bu san mana narsalarni qilishing mumkin. Mana senga o'yinchog'ing, mana senga har bir narsani taqdim qilish kerak. Albatta bu davrda qizlarni ham xuddi shunday rag'batlantirishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bersangiz, bu nimaga mana endi boshidan olib kelyapman, чтобы barchaga manfaatli bo'lish kerak degan umidimiz bor, kutuvimiz bor. Bu farzandlarni tarbiyasida muhim rol o'ynayar ekan. Agar qizda biz nimadir bir rag'batlantirib qo'ysak, kimdir urdi, voy zo'r urding, malades qizim meni, boyvoy qizim desangiz, shu narsani biz sentr dopamin deymiz, imенно o'sha miyadagi neyronlarni biz уже bo'ldi, achak solib qo'yamiz shu joyga. Qo'zg'atish bo'ladi. Qo'zg'atish bo'ladi. O'sha narsa doim, demak shunaqa qilsam zo'r bo'ladi degan. Zo'r bo'ladi degan va bundan rag'batlantirish, shundoq qilsam men rag'batlantirish olaman degan hissiyot paydo bo'lib qoladi. Buni yomon tomoni nimada? Yomon tomoni bu shu narsada shakllangandan keyin ayollarda ertaga turmushga chiqqandan keyin boyaga aytgan, yuqorida siz aytgan narsani bu yerda material holatda bo'lishi, erkakka bo'ysunmaslik va erkakka mana gender tengligi deymiz. Baribir buni ham o'zini qadriyat, urf, odatga mos ravishda, oilaviy qadriyatga mos ravishda buni to'g'irlab olishimiz kerak. Albatta bu oila muvaffaqiyatli ertaga farzand, navara, evara, chevara bo'lib baxtli oila bo'lishligi uchun. Mana shu narsa bo'lgandan keyin bu jarayon qo'zg'atib boraveradi va albatta bu oilalardagi nomutanosiblikka, eriga bo'lgan bo'ysunmaslik holatlari va eriga bo'lgan boshqa bir ko'rsatkich, chunki dopamin olgan, shu narsa to'g'ri deb o'zi bilgan, bilmagan holatda anglab qoladi va bu borgan sari progressiv holatga, ya'ni kuchayib borishiga yillar davomida shakllantirib qo'yar ekanmiz. Bolalarda esa agar biz bolalarni rivojlantirib shu o'yinchoq o'ynatmasak, erkaklik o'zi yonimizda olib yurmasak, erkakka xos bo'lgan narsalarni unga ko'rsatib, kiydirib va uni rag'batlantirib turmasak, bu tabiiyki ayollarning orasida o'ynaydi. Masalan, agar farzand 2-3 ta qiz bo'lsa, bitta o'g'il bo'lib qolsa va tabiiyki ular xola akasimi o'ynaydimi yo nimadir ayollarga xos bo'lgan o'yinchoq yo boshqa o'ynaydimi va haligi bolada shu 3-6 yoshda biz o'zi shakllantirib qo'yamiz noto'g'ri holatni. Va bu jarayon keyinchalik atrof muhitning ta'sir qilishi, ekologiyaning, uchrayotgan irsiy kasallik yoki bo'lmasa infeksion kasalliklarning jarayoni boyagi biz yoqib qo'ygan achakni o'zimiz bilgan bilmagan holatda yoki bo'lmasa ota-onasi bilmagan holatda farzandini kimdir rag'batlantirib qo'ygan bo'lsa, yo biron bir kiyimni kiyiltirib yo bo'yantirib, voy zo'r yarashdi deb shuni rag'batlantirib qo'ysa, mana shu keyinchalik boshqa bir netraditsion holatlarni shakllantirishga moyil bo'lib qolar ekan. Ya'ni bu orttirilgan holatda. Va bu genetik turi ham bor va orttirilgan holat. Mana shuning uchun barcha obunachilarimizdan mana shu yoshlarda
ahamiyat berishni so'rab qolgan bo'lardi. Keyingi yosh esa bu ayollarda 8-12 yoshni tashkil qiladi qizlarda, bolalarda esa bu 10-14 yoshni tashkil qiladi. 10-14 yoshni. 10-14 yoshda aynan bu yerda gormonal o'zgarishlar, gormonal zuboylar va bu yerda testosteron rivojlanishini ko'payishi, testosteron miqdori, ayollarda esa ayolga xos bo'lgan xislatlarning rivojlanishi bu o'ta bir muhim holat hisoblanar ekan. Va mana shu yoshda bizni negadir mana hozir sekin-sekin stereotip o'zgaryapti insonlarda. Farzandlariga e'tibor berish, ginekologga qizlarni olib chiqish, oldin masalan ginekologga qizlarni olib chiqsa biron bir nimadir bo'ptimikan, har xil bir yomon gumonlarga borish stereotipi bor edi insonlarda. Mana shu hozir stereotip sekin-sekin rivojlanyapti. Bu ham o'sha tibbiy madaniyatning insonlarda rivojlanishining hisobiga. Mana shu yoshda ko'proq e'tibor berishni so'rab qolgan bo'ladi. Va albatta bu yerda testosteron miqdori muhim rol o'ynaydi ekan. Testosteron miqdori shu darajada insonda muvaffaqiyatga erishish holati ham bu uning gormonal holatiga bog'liq ekan. Statistika o'tkazilgan va albatta eng yuqori muvaffaqiyatga erishgan insonlarning hisoblab olib qaraydigan bo'lsak, testosteronning miqdori 20 yoshdan 30 yoshgacha eng pik chiqqan davri hisoblanar ekan. Mana shu testosteron insonga g'ayrat berishi va biron bir mana urushlarda yengishi, ularda strategik holatlarni qilishi, o'ziga bo'lgan ishonchning oshishi va ularda charchoq hissiyotning bo'lmasligi, bu ham biznesdagi muvaffaqiyatga erishishga sabab bo'lib qolar ekan. Lekin men aslo bo'lsinki 40 yoshdan keyin bu jarayon sekin-sekinlashishni boshlar ekan. Va tabiiyki insonlarda agar missiyasi bo'lmasa, maqsadi bo'lmasa, o'zini kasbini sevmasa, o'zini mutaxassis sifatida yaxshi ko'rib ishini qilmasa, mana shu testosteron miqdorining 40 dan keyin pastga tushishi, ya'ni regressiya bo'lib 45 yoshgacha regressiya bo'lib biroz turishi va 45-50 dan keyin riskga tushib ketishi bu insonlarda muvaffaqiyatsizlikka uchrashi, depressiv holatlarga olib kelishi va bu biznesdagi strukturaviy o'zgarishlarning buzilishiga va uning o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q bo'lishi, bu jamoaning rahbar sifatida, lider sifatida ishonchining yo'qligining ko'rib qolishi va jamoaning tarqalib ketishiga sabab bo'lib qolar ekan. Shu fursatdan foydalanib bir narsani aytmoqchiman. Mana shu sizning fikringiz o'ta muhim. Mana biz 2001-yilda shaxsan o'zim ya'ni o'sha treningda, coachda aynan sizda o'tganmiz va albatta bu yerda shaxsan men mutaxassis sifatida o'zim birinchi mutaxassis urolog va tabiiyki o'zimni ish bilan ta'minlashdan keyin boshlanib klinikalarning ochgandan keyin o'sha boshqaruvda oqsoqlanish boshlandi. HR sistemada oqsoqlanish boshlandi va tabiiyki marketing yo'nalishi bo'yicha oqsoqlar boshlandi va tabiiyki barchamiz o'zimiz bilgan va anglagan holatda ustoz qidirishni boshladik. Rahmat, sizga tashakkur etib qolaman. Albatta mana shu coachingdan keyin biz mana klinikani ochgan bo'lsak, keyingi klinikani ochishimizga sabab bo'ldingiz. Alloh rozi bo'lsin. Va bir narsani so'rab qolmoqchi edimki, hozir mana klinikalarning rivojlanish tendensiyasi monoprofilni ko'p tarmoqli holatda ketyapti. Sizni fikringiz, masshtablashtirishga o'tish qiyin bo'lyapti, masshtablashtirishga. Va bu yerda tizim, ekosistema tizimida biz foydalanyapmiz. Hozir mana ekotizim qurdik. Bu yerda barcha kelgan bemorlarda mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha yechim beramiz. Hamma yo'nalish bo'yicha operatsiyondan tortib mana laboratoriya tekshiruv, instrumental tekshiruv barchasi. Ana undan keyin ekosistemada ularda onlayn konsultatsiyalarni biz уже yaratdik. Bemor mana hamyurtlarimiz bor, uzoq yurtlardan kela olmaydigan va tabiiyki qaysidir joyda mumkin, qaysidir joyda mumkin emas bo'lgan holatlari bor va tabiiyki ularga yaqin atrofda tekshiruvlarni o'tkazib va ularni onlayn platforma orqali berish. Mana shu holatda biznes model sifatida siz ushbu modelga nima qo'shimcha qilgan bo'lardingiz va qanaqa modellarni tavsiya qilasiz? Mana shu klinika yo'nalishi bo'yicha. O'zi tavsiyalarimiz qanaqa bo'ladi? Xuddi sizlarning ishingizga o'xshaydi. Misol deylik, bir kishi kelsa, "Meni davolang, nima dori berasiz?" desa, aytasizki, "Birinchi diagnostika qilamiz" deysiz. Polностью diagnostika qilib chiqasiz.
keyin sizda analizlar asosida keyin lecheniya strategiyasini tanlaysiz. Misol deylik, kimgadir prosta dorilar yozib berasiz, kimgadir aytasizki kelib muolaja olib ketishingiz kerak deysiz, kimni desa reanimatsionga tiqasiz. Yotmasang bo'lmaydi deysiz. Yotib davolanasiz. Xuddi shunga o'xshaydi. Biz ham masalan qaysidir bir sohada nimadir tavsiya berishdan oldin birinchi ko'rib chiqamiz, o'rganib chiqamiz. O'sha asosida masalan modelda nimadirlarni o'zgartirsa bo'ladi. Sotuv modelida nimadir o'zgartirsa bo'ladi, xizmat ko'rsatish modelida o'zgartirsa bo'ladi, moliya modelida o'zgartirsa bo'ladi, mijozlarni jalb qilish modelida o'zgartirsa bo'ladi va hokazo va hokazo. Bu demak, har bir mana siz yana bir narsani aytib o'tmoqchiman obunachilarimizga. Mana siz biznes konsultant sifatida ham faoliyat olib borasiz va albatta barcha tadbirkorlar shu kecha kunduzda sizdan o'zini qimmatli bo'lgan, sizdan maslahatlarni olib kerakli bo'lgan muvaffaqiyatlarga erishib kelyapti. Shu jumladan biz ham yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Shu joyda qarang, shu modellar haqida gapirdingiz-ku. Masalan, tavsiya sifatida hali o'rganmasdan, boshqa qilmasdan turib, prosta tavsiya. Mana hozir zamonaviy meditsina tabobatni inkor qiladi-da. Albatta. Ya'ni ota-bobolarimizdan qolgan metodlarni inkor qiladi. Misol deylik, Tibetga borsangiz agar 120 yoshli odamlar yuribdi-da, sport bilan shug'ullanib ko'chalarda. 60-70 yoshga kirgan qari chollar ofitsiant bo'lib ishlayapti. Ya'ni normalniy hayotda hech qanaqa dorilarsiz tabiiy usullar orqali foydalanib yuribdi-da. Masalan, shuni integratsiya qilsa bo'lmaydimi? Ya'ni ota-bobolarimizdan qolgan, Ibn Sino bobomizning metodlaridan qolgan Alloh taolo juda ko'p tabiiy dorilarni ixtiro, ya'ni yaratib qo'ygan. Hozir uni ximический narsalarni hozir ishlatilyapti-da. Nimaga shu integratsiya qilmayapsizlar? Hamma narsa ximическийga o'tyapti. Bir joyga erkakchasiga gaplashamiz, to'g'rimi? Bir joyga foyda beraman deysiz, boshqa joyga zarar berasizlar. U joyni davolayman deysiz, bu yerni kasal qilasizlar, misol deylik. Nimaga shu tabiiy yo'llar bilan davolanish mumkin bo'lgan narsalarni nimaga qilmaysizlar? Bu birinchi, nima deydi, modelni o'zgartirishdagi. Ikkinchi, qachon meditsinskiy nimani, demak, meditsinani endi biznesga aylantirildi. Xo'p, qachon nima deydi, odamlarga realniy foyda berish haqida o'ylanadi. Misol deylik, ayrim kasalliklar bor, ularning davosi bor, lekin meditsinada davo yo'q. Masalan, nimaga rakni davosi yo'q deb aytishadi? Nimaga masalan spidni davosi yo'q deb aytishadi? Nimaga masalan qandli diabetning davosi yo'q deyishadi, qachonki davosi bor joylar ham bor. Chunki har bir kasallik borki, Alloh taolo uni davosi bilan yaratgan. Faqat o'sha davolarni topish kerak bo'ladi. Topilgan joylari ham bor. Prosta nimaga chiqmaydi ular? Bu bir. Ikkinchidan, masalan, men eshitganman, shunaqa lecheniya turlari bo'lgan, musiqa bilan lecheniya qilish metodlari bo'lgan. Bilmayman, hozir dunyoda bormi yo'qmi, tarixda bo'lgan joylar bor. Ya'ni ma'lum bir instrument asosida, cholg'u instrumentlari asosida to'lqinlar bilan ta'sir qilish asosida davolangan joylar bo'lgan. Masalan, men eshitdim yaqinda bir bizning mijozimiz o'zi nima ochgan, klinika va tibbiyot institutlarini ochgan Buxoroda. O'sha aytdiki, Hindistonga borib, u yerdagi tajribalarni o'rgandik deydi-da. O'rganish asnosida shunaqangi apparat ixtiro qilibdi. Odamni rengen qiladi. Endi rengen emas, qanaqadir o'sha rengenga o'xshagan xolos apparat o'rganib chiqadi-da, hujayralarning chastotalarini o'rganar ekan. O'sha apparat sog'lom hujayralar chastotalarni o'rganib nima qilingan ekanda, rakoviy chastotalarni topar ekan apparat. O'sha to'lqin jo'natiladi, o'sha boshqacha to'lqin bo'lsa, o'sha bilinar ekan rakoviy chastotalar. Keyin o'sha rakoviy chastotalarga sog'lom hujayragani chastotalarini to'lqinlari berilar ekan. O'shani rakoviy tochichni, ya'ni o'sha chastotalarga ta'sir o'tkazish asnosida o'sha o'zgarishlar bo'lar ekan. Endi buni detallarini men unchalik tushunmadim-ku. Ilmiy narsalarni aytdi. Ya'ni shunaqa narsalar bor ekanda. Albatta, qarang. Bu narsalarni to'g'ri aytyapsiz. Biznes modelda buni qo'llash mumkin. Lekin доказательный meditsinada bizda faqat mana qarang, ikkiga bo'lingan. Isbotlangan, isboti topmagan. Bu hozir isbotlangan доказательный meditsinada
shu holatda ketadiki, har bir kasallikni tashxisi bo'yicha o'sha standart deyiladi. O'sha standart bo'yicha uni protokollar bo'yicha uni tekshiriladi va tekshirib bo'lgandan keyin kerakli bo'lgan o'zini preparatlari bor, dorilari bor. Lekin hayot rivojlangan sari mana shu dorilarning dozasi, miqdori olib qaraydigan bo'lsak, ximik sostavi ham shu o't o'lanlarning sostavi. Faqat hozir nimada shu darajada qiyinchilik bo'lib ketdiki, birinchidan o'sha kerakli bo'lgan giyohlarning o'zini ekologik toza joyda o'sishi muhim hisoblanadi. Uning qanday parvarish qilinishi, ob-havosi, klimati va uni qachon ayrim dorilarni nomoshomda olishi, ayrim dorilarni gullarini bomdodda uzib olishi, bular hammasi strogo qaraladi. Va buni aynan mana bizda vazirlik tomonidan tibbiyot meditsinasi yo'nalishi bo'yicha, tabobat yo'nalishi bo'yicha ochildi. Oldin biz sodaroq qilib aytganda tabiblar deb aytilardi va bu tabiblar litsenziya berilmas edi. Hozir bu assotsiatsiya ochildi bu yo'nalish bo'yicha va bularga ham litsenziya bergan holatda rivojlantirib va ularning qanaqa rivojlantirgan? To'g'ri rivojlantirish, zarar yetkazmaslik. Bir misol aytib beraman. Men urologik sentrda o'sha paytda dejur turgan paytimda bir bemor olib kelishgan. U bemorni Bo'stonliq tomonda sidik tosh kasalligi bilan muammo bo'lgan. Sidik tosh kasalligi, mana siz sidik tosh kasalligi bo'lgansiz, mana bu dorini ichsangiz bo'ladi deyshgan. U paytda endi dori emas, giyoh berishgan. U giyoh endi bir nechta narsalarni aralashtirgan holatda va tuyani sodaroq qilib aytganda o'sha machasini qo'shilgan ekan. Bemor ichgan, ishongan, ixlos bilan borishgan va tabiiyki bemor telefon qilgan, menda og'riyapti, bezovta bo'lyapti, farzandim nima qilay? Yo, o'zi shunaqa bo'ladi. Shuni iching, palon giyohlar bilan, keyin o'zi yaxshi bo'lib ketadi. O'zi shunaqa og'riq bo'ladi. Va bu kutuvi bo'lgan, yaxshi bo'lib qoladi, yaxshi bo'lib qoladi. Va u ichgandan keyin oxiriga bizni klinikaga kelyapti. O'sha paytda urologik sentrga respublikanskiy og'ir holat, koma holatga tushgan holatda kelyapti. Bemorni ko'radigan bo'lsak, bemorda sidik tosh kasalligi tiqilib qolgan, u yerda ajralish, ya'ni obstruksiya deymiz va u buyrakni zaharlanish holatigacha olib kelib qo'ygan. Va u yerda tabobatdagi narsalar qilinadigan holatlar, tabobat qo'llanmaydigan holat bor. Ya'ni jarrohlik usullarini o'z joyida foydalanish kerak edi. Ya'ni biz o'sha toshlarni maydalagandan keyin va o'sha yo'lni hosil qilib, ya'ni perkutan nefrolitopsiya deyiladi. O'sha pochkadan toshlarni olib tashlagandan keyin va yo'liga tiqilgan toshlarni maydalab olib tashlagandan keyin farzand, oila o'sha umrini saqlab qolingan. Nimaga xulosa? Xulosa bularning ichida mana tabiblar deymiz. Va tabiblarning ichida nega insonlar hozir mana tabiblarga ko'p boradi? Sodaroq qilib aytadigan bo'lsak, birinchidan ixlos yuqori, ixlos. Birinchidan bunday deylik, dorilar qimmat. Davo вообще bermayotgan dorilar ham bor-da. Da, platsbo kontrolyirumi deyiladi. Yo'q, dorilarni o'zi erkakchasiga gaplashyapmiz-ku. Misol deylik, klinikalar, dori производительlar normalniy tavsiya orqali sotiladi-yu. Biz konsalting sohamiz bo'lgani uchun biz bilamiz ichkaridan. Misol deylik, doktorlarning o'zi ham aytadi-yu, "Men bu aptekaga emas, falon joyga borasan. Falon dorini emas, falon dorini sotadi." Sababi bonus beradi, misol deylik. Bor-ku shunaqa narsalar. Bor. Men aslida bo'lsinki, bu bor, endi 5 qo'l barobar emas. Lekin ayrim bir ikkita nopok doktorlarning hisobiga ham boshqa doktorlarni ham obro'sizlantirishga sabab bo'lib qo'yadi. Lekin bir narsani men fursatdan foydalanib aytishim kerakki, har bir mutaxassis, har bir doktor o'sha mutaham doktor bo'lgan taqdirda ham o'zini, patsiyentini, bemorini tuzalib ketishini harakatida bo'ladi. Lekin buni qiymatida solishtiradigan bo'lsak, bizda bemorlarda kutuvimiz ko'proq. Agar biz vaqtida profilaktik sifatida kasallikni aniqlasak, profilaktik sifatida uni ko'rikka borsak, biz qachon boramiz? Qachonki asorat bo'lganda boramiz. Qachon boramiz? Qachonki og'riq bo'lganda boramiz. Rahmatli Hojiboy Tojiboy bir gaplari bor. O'zbek xalqiga 4 fasl bahona. Issiq kelib qoldi. Mana hozir issiqda yana shunaqa bo'ladi.
bahor kelib qoldi, hozir vitamin yetishmovchilik bo'ladi, shunaqa bo'lib qoladi va tabiiyki asorat bo'lgandan keyin boramiz. Chet ellarda mana solishtirsak, Hindiston, Turkiya, Yevropa bemorlarning holatida agar solishtiradigan bo'lsak, u yerda profilaktika va metafilaktika juda kuchli hisoblanadi. Odamlarning o'zi strafovka bo'lganligi uchun oldindan yozilgan holatda birinchidan navbat juda katta va u navbatni bir necha oy kutishga majbur bo'ladi va tabiiyki meditsinasi juda ham qimmat. Agar u asorat qiladigan bo'lsa, inshuranslar qanchadir qismini qoplaydi, qanchadir qismini qoplamaydi. Agar bizning holatimizdagi bemorlar ularning holatiga boradigan bo'lsa, ular kasodga uchrashi, pulning mablag'i ko'proq ketib qolishi ehtimolligi bo'lganligi uchun va o'sha narsani anglaganligi uchun oldindan borib tekshirishini va oldini olinishiga harakat qilishadi. Bu nafaqat turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, bu nafaqat vaqtida uxlashi, kerakli bo'lgan mikroelementlarni e'tibor bersangiz, kasalmisan desangiz, yo'q kasal emasman, lekin batlani, bioaktiv tabaqlarni ichib o'tirishadi. Nimaga? Ertaga kerakli bo'lgan mikroelementlar kirmasa va boshqa kasalliklarning avj olishi, rivojlanishi mumkin degan xayolda va o'sha narsani to'g'ri qilish taktikasini olib borganligi uchun, chunki sog'liq bu eng oliy ne'matligini anglagan holatda buni oldini olishadi. Men aslida bo'lsinki, bizda buni butunlay teskarisi. Mana hattoki lecheni olayotgan holatda ham tekshirib, tashxis qo'yib, biz dorilarni yozib bergan holatda ham dorisini ichmagan holatlari bo'ladi. Dorisini ichmay to'xtatib qo'ygan holatlari bo'ladi. Va bitta kasallik emas, bir nechta kasalliklarning davolashiga hozirgi vrachlar o'sha holatga tushib qolyapti. Bir nechta kasalliklarni. Qolaversa asoratlarni davolanish bilan ovora bo'lib qoladi. Biz yana boyiga yuqorida aytganimizdek kutuvimiz katta bo'lib qoldi-da. Boramiz, pulini to'laymiz, bo'ldi. Men o'zi sog'lom bo'ldim, chiqib ketaman. Va bu tendensiya sekin o'zgarishni boshladi. Yo'q, to'xta, unaqa emas ekan. Men oldini olishim kerak ekan. To'g'ri ovqatlanishim kerak ekan. Saharim oshyaptimi, demak, uglevodlarni kamaytirishim kerak. Sportimni qo'shishim kerak. Kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlarni yeyishim kerak. Va tabiiyki, o't-o'lanlarni, dietalarni, sportimni qo'shishim kerak degan narsani tushunib borishdi. Men bir narsani aytaman, mana o'zimiz xizmat safari yo'nalishida mana chet davlatlarga ko'p boramiz. Yaponiyada bir kun endi ertalab meni o'zi odatim bor, ertalab yuradigan odatim bor va kechqurun chiqib ketdim yurishga. Xuddi shu parallel bitta odam bilan to'g'ri kelib qoldim. Gaplashib, hamsuhbat bo'lib gaplashib ketganimizda men приблизительно ularga 50 yoshni berdim. 50 yosh, 45-50 yosh atrofida bo'lsalar kerak. Yapon. Keyin gapdan gap chiqib ketdi. Bir nechta odam bilan ketyapmiz endi yo'lda. Keyin gapdan gap chiqib ketdi. Yoshini so'rash ma'nosida. Yoshini so'rasak 87 yoshda ekan. 87 yoshda ularning yurishida sodaroq qilib aytganda birga ketyapmiz, men ortda qolib ketyapman. Haligi 87 yosh. Keyin bir o'tirdik, gaplashib, suhbatlashib, keyin ularda o'zini yoga qiladigan plashatkasi bor ekan, maydonchasi va hammasini borganda e'tibor berib, endi har bir joydan bir narsa izlashga harakat qilaman. E'tibor berib qarasam, barchasi yoshi katta. Yoshi katta insonlar. Misol uchun shu insonlar ham uyda yotishi mumkin edi, televizor ko'rib, qazi-qarta yeb, xamirlarni yeb, oshlarni yeb, choyxonaga borib, misol uchun-da, inson o'zini holatini, o'zini holatini o'zi qaror qabul qiladi. Qaysi yo'lni tanlash. Va tabiiyki, sog'lom turmush tarzini tanlagan inson albatta umri uzayishiga sabab bo'ladi. Va biologik bioaktivniy dabavkalarning ichib yurishi, kerakli bo'lgan o'simliklarni, urug'larni, kerakli bo'lgan mana xalq tabobatidagi kechirasiz-ku, bizda hozir faqat isiriq qoldi. Tomog'i og'risa ham isiriq, chay vorgin isiriqqa qaynatib, bosh og'risa ham isiriqqa naq qilib vorgin, lekin kerakli bo'lgan o'simliklarning soni birinchidan kam, ikkinchidan ularning ustida ishlaydigan insonlar kam va ularni olganimizdan keyin, uni tayyorlagandan keyin har bir insonni dozirovkasini noto'g'ri tanlab qo'yish ehtimolligi bo'lib qoladi. Mana shu Ibn Sino
bizning ustozimiz sifatida masalan butun dunyo tan olgan tib qonunlarining asoschisi inson sifatida qaraydigan bo'lsak, har bir insonning mana biz ham dori yozadigan bo'lsak, dozasini beramiz. Dozasi. Kilosiga qarab, dozasiga qarab beramiz. Va tabiiyki o'sha dozasini to'g'ri berishimiz uni foydasi bo'lishi, asalni ham dozasi to'g'ri dozada bersangiz, u foyda berishi mumkin. Agar uni ko'proq iste'mol qilsa, u ham hattoki asal ham zarar holatiga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu tibbiy madaniyat birinchi muhim insonlarda. Tibbiy madaniyat. Mana shu tibbiy madaniyatni shakllantirishimiz bizdagi uchrashi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olishga harakat qilamiz. Biznes model sifatida mana shu holatni siz demak dori sifatida agar beradigan bo'lsak, mana bu yo'nalishda Xitoy tabobati ustun turadi, mana tibbiyot yo'nalishi bo'yicha. Barcha narsalar o'simliklar yo'nalishi bo'yicha buni endi qonunchilik bilan ham uni tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Chunki ayrim narsalar bor, qonunchilikda ruxsat berilmaydi ayrim narsalarga. Shuning uchun doказательный meditsina bilan nedoказательный meditsinada buning yo'llari butunlay boshqa. Men shaxsan sifatida nima yordam beradi desak, birinchi profilaktik ko'rib, tekshirib, tashxis qo'yib olish kerak agar kasallik bo'lsa va u kasallikni xirurgik yoki bo'lmasa konservativli lechение, ya'ni dori bilan hal qilinadiganmi yo operativniymi? Shuni ajratib olishimiz kerak. Bu birinchi navbatda. Operatsiya bilan bo'ladigan narsani biz dori bilan hal qila olmaymiz. Hal qila oladigan narsamiz bor, hal qila olmaydigan narsamiz bor. Ikkinchi ma'noda faqat mana tabobatdagi beradigan narsalarni ko'p aksariyatini e'tibor beradigan bo'lsak, profilaktik sifatida beriladi. Profilaktik sifatida. Va uni kasallik sifatida ham beriladi. Kimik sostavi bir-biriga yaqin. Bu dorilar ham shuni kimik sostaviga sintezlashtirib, o'shanga yaqinlashtirgan holatda olib boriladi. Bir necha marotaba uni kimik sostavlarini to'g'rilagan holat. Faqat uni dostuplik tomoni dozasining to'g'riligi va dozasining to'g'ri yetib borilishi va u yerda original emasligi. Assalomu alaykum azizlar. Sizga yangi boshlagan erkakcha gaplashamiz proyekti haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu loyihaning maqsadi erkakcha gaplashamiz, ya'ni bu yopiq kanalda erkak va ayol munosabati, farzand tarbiyasi, urologik, andrologik, reproduktologik kasalliklarga yechim sifatida yopiq kanalda ma'lumotlarni berib boramiz. Bundan tashqari jonli ovozli chatlar, kerakli bo'lgan instrumentlar, kerakli bo'lgan hayotdagi keyslar, kerakli bo'lgan meditsinada yangiliklarni muntazam ravishda berib boramiz. Agar sizga erkakcha gaplashamiz loyihasi qiziq bo'lsa, описаниеga o'tib, erkakcha gaplashamiz botga o'tib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda biz kerakli bo'lgan keyslarni, instrumentlarni muntazam ravishda berib boramiz. Bu proyektimiz faqat erkaklar uchun. Ya'ni o'sha quloqqa yetiladigan gaplarni, informatsiyalarni berib boramiz. Barchangizni ushbu loyihada kutib qolaman. Niyozlar bo'lsinki, bizda generik dorilar ko'payib ketdi. Mana shaxsan men o'zim mutaxassis sifatida ham aytaman. Generik bu sodaroq qilib aytganda kopiya dorilar deymiz. Va platsebo kontrolirованный dorilar ham ko'payib ketdi. Lekin bu soha juda bir katta moliyalashtirilgani uchun farm biznesi juda bir katta biznesga aylanib ketib qoldi. Miyasizlar bo'lsinki, biron bir dorida foydasi bermasa, hech kim shu dorini, sani shu dorini dozasi foydasi bermadi demaydi hech kim. Faqat doktorga boradi. Dori berdingiz, doktor instruksiyasiga qaragan holatda, kimik sostavini o'qigan holatda u bemorga kasallikka tashxisiga qarab turib, o'sha dozalarni kilosiga qarab turib belgilab beradi. Bu yerda bitta muhim joy bor-da. Doktor o'sha dorini yozishdan oldin u dori haqiqatan ham natija bergan bermaganini isbotini ko'rgan doказательный meditsinangizda isbotlangan dorilarni to'g'ri tavsiya berish kerak bo'ladi. Bu yerda bu birinchidan, ikkinchidan vijdon va insof bilan berish kerak bo'ladi. Arzon xuddi shu narsani o'zi hal qiladigan dori bo'lsa, ko'proq bonus uchun nima deydi? Bor, albatta. Bunaqa holatlar ham bor. Bunaqa holatlar ham bor. Avvalambor insof bersin bularga. Lekin bu tatimaydi. Bu
umuman u pul umuman olganda u bemorni foizi nisbatida agar uni davolagan bo'lsa yoki bo'lmasa unga biron bir qiymat bermagan bo'lsa, tabiiyki soddaroq qilib aytganda biznes ko'zi bilan qarasak, u kasodga uchraydi baribir, по-любому. Agar uni qadriyati shu narsaga yo'l qo'ymasa, birinchi navbatda o'sha birinchi navbatda mana bizlar shaxsan missiyamiz bor. Bizning missiyamiz qanaqa? Butun kollektiv, butun jamoamiz shu missiyada harakatlanadi. Barcha dunyodagi barcha oilalarga farzand ne'matida erishishda o'z hissamizni qo'shib Allohning roziligini olish. Mana shu biz sababchimiz. Biz sababchimiz. Va insonlarga kerakli va foydali bo'lish. Mana shu bizning umumiy missiyamiz. Mana shu missiyada har bir xodimimiz shu missiya orqali harakat qilishadi. Ustoz, mana hozir klinika biznes modeli sifatida ko'rib chiqamiz. Mana erkakcha gapirishamiz. Demak, biz model sifatida kerakli bo'lgan tabobatni ham qo'llagan holatda va meditsina, traditsion meditsina bilan doказательный meditsinaga asoslangan holatda transformatsiya qilishimiz bu ko'proq rivojlanishiga sabab bo'ladi. Endi sizning fikringiz, mana hozir klinikalar ko'payib ketdi juda ham. Raqobat kuchli. Hamma ekosistema quramiz, kerakli bo'lgan biznes modelni yaratamiz degan holatda harakat qilishyapti. Ya'ni diagnostika yo'nalishida operativ jarrohlik yo'nalishi bo'yicha va konservativniy lecheniya bo'yicha va diagnostik yo'nalish bo'yicha. Lekin men aslida bo'lsam-ki, diagnostika hozir oqsoq qilyapti. Rivojlanish orqada qolyapti. Rivojlanishdan meditsinskiy tomonlama rivojlanib ketgan, оборудование tomonlama boshqa. Lekin hammasida bir muammo. Bemor yo'q degan narsa muammo bo'lyapti. Albatta, mana shunga nima deb fikr bergan bo'lardingiz? Bemor yo'qligi bu marketingni ishlamasligini bildiradi. Agar оборудование zo'r bo'lsa, servis zo'r bo'lsa, zo'r mutaxassislar bo'lsa, nima kasallar yo'qmi degan savol paydo bo'ladi. Kasal bor, prosta kasallar bilmaydi bu yerda shunaqangi yechimlar borligini. Bu o'sha biznes yuritayotgan korxona deymizmi, klinika deymizmi, marketing haqida yo bilim yo'q, yo marketingni qanaqa yuritishni bilmaydi, yo bemorlarga o'zini afzallik, ustunlik taraflarini, bemorlarning muammolariga yaxshigina yechimlari borligini ko'rsata olmayapti. Shu ustida ishlash kerak bo'ladi. Albatta. Ya'ni marketing strategiyasi bo'lsin, ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlarni jalb qilish strategiyasini yo'lga qo'ysin va boshqa. Demak, bu yerda marketingda u xud doktor bo'lsin, klinika bo'lsin, demak, marketing yo'nalishida ham ishlashi shart. Albatta. Bu yerda muhim joy shuki, ayrim odamlarda shunday fikr bor. Mahsuloting zo'r bo'lsa, uni reklama qilishga hojat yo'q degan gap, bu noto'g'ri gap. Sen zo'r bo'lsang, sen zo'rligingni faqat o'zing bilsang, nima kerak? Qattan bilsin klientlar yoki aytaylik bemorlar senda shunaqangi zo'r narsa borligini. Demak, uni bildirishing kerak. Masalan, qarang, bitta gap borda. Tovuq bor, o'rdak borda. Ya'ni o'rdakni tuxumi kattaroq va ko'proq foydaliroq. Lekin nima uchun biz o'rdakni tovuqni emasda ko'pincha tovuqni tuxumini yeymiz? Desangiz agar, sababi tovuq marketingni yaxshi biladi. Sababi tuxum tug'gandan keyin qoqoq qilib baqiradi. Bildiradi. O'rdak unaqa qilmaydi. O'sha uchun marketingni tovuq bo'layotgan bir joyda nima uchun ayrim biznesmenlar shu tovuqchalik ham qila olmayapti? Urg'u bermayapti shunga. Zo'r. Demak, shundan bir xulosa qilsak bo'ladi. Bu yerda siz dunyodagi nomerading mutaxassis bo'lsangiz ham, marketing yo'lga qo'yilmasa va o'zingizni borligingizni ko'rsatmasangiz, ya'ni sizni juda ham kam odamlar biladi. Kam. Va albatta shunga yarasha qiymat ham bo'ladi. O'shanga yarasha savdo bo'ladi. O'shanga yarasha siz yangi texnologiyalarni ola olmaysiz. O'shanga yarasha siz dunyodagi eng zo'r mutaxassislarni jalb qila olmaysiz. O'shanga yarasha siz bor bo'lgan imkoniyatlaringizni, potensialingizni ocha olmaysiz. Demak, bu yerda yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, shaxsiy brendni qurish kerakmi, kerak emasmi? Hozirgi aytgan gapimga agar taqqoslasangiz, o'zingiz javob aytingchi? Albatta, birinchi o'rinda shaxsiy brend. Birinchi o'rinda shaxsiy brend. Va shaxsiy brend orqali
demak sizni ayniqsa sizni mutaxassis, mana qarang, mana bu nimada sizlar doktorlarda? Siz zo'r doktorsiz, 40 yillik doktorsiz, hech kim lekin bilmaydi. Qaysi ma'noda hech kim bilmaydi, yoshlar bilmaydi. Lekin yana shu bilan birgalikda sizni fikringiz qanaqa, siz tajribangiz qanaqa, ekspertizangiz qanaqa, nimalarni bilasiz, o'zi inson sifatida qanaqasiz, sizni hech kim bilmaydi. 40 yillik doktor bo'lsangiz ham. Faqat jarrohlik stolingizda yotgan bo'lsa, o'sha paytda siz bilan tanishgan bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi texnologiyalardan foydalangan holda hali sizni xizmatingizdan foydalanmaganlar ham sizni maslahatlaringizdan bahramand bo'lishi mumkin. Qaysidir bir muammolarga yechim topishi mumkin. Shu natijasida siz qanchadir odamlarga foydangiz tegadi. Siz aytdingizki, ko'proq odamlarga foyda tegishi, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoq orqali o'zingizni maslahatlaringizni berib borsangiz, qancha odamlar taniydi sizni? Qancha odamlarga maslahatlaringiz foydali bo'ladi? Shu natijasida korxonangizni yangi bosqichga olib chiqishingizga ham bu yordam beradi. Misol deylik, mana hozir yo'nalishlar bo'yicha doktorda mana taniydi hamma doktorda. Masalan, Sobir Said bor, bizni tanishimiz. U ham har xil o'sha narsalar bo'yicha maslahatlar berib boradi. Yana Irchanov, adashmasam, Irchanovmi degan doktor borlar. U kishi ham qaysidir bir yo'nalishlar bo'yicha. Doktor Gafurov bor, masalan, nima qilishadi-yu, tortib qo'yishadi-yu. Shunaqa yo'nalishlar bo'yicha manual terapiya, u ham tanishimiz bizni. Ya'ni endi o'sha tushunishyaptiki, doktorlar ham shaxsiy brendni muhim ekanligini va o'zlarini yo'nalishlarini, mutaxassisliklarini, tavsiyalarini o'zini sohasi bo'yicha berib boryapti-da va qarabsizki, odamlarda tanish paydo bo'lyapti mutaxassislarni. Bo'lmasa hozir qayerga boramiz hozir, misol deylik. Fizioterapiya bo'yicha kimga borsak bo'ladi masalan? Yoki nevrologik, detskiy anaqalar bo'yicha kimga murojaat, kim nomer 1 o'zini sohasi bo'yicha? Ya'ni uni qayerdan bilsa bo'ladi degan savol bo'ladi-da. Ya'ni xalq topishi uchun ular bo'lish kerak. Qayerdadir ular haqida ma'lumotlar bo'lish kerak. Bu narsani juda to'g'ri aytdingiz. Albatta bu narsani tajribamizda va faoliyatimizda buni olib boramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, albatta obunachilarimizdan ijtimoiy tarmoqlarda agar kuzatayotgan bo'lsangiz, shaxsiy brend kerakmi, kerak emasmi degan mutaxassislarimiz, auditoriyalarimizga kommentariyada yozib qolishini so'rab qolamiz. Va albatta bizning o'sha Doktor Hasan klinikasi, drhasan.uz yoki bo'lmasa erkakcha gaplashamiz loyihasida kuzatib borishingiz mumkin va kerakli bo'lgan instrumentlarni va kerakli bo'lgan maslahatlarni erkaklar, ayollar, urologik, andrologik, reproduktologik va boshqa sohalar, ya'ni mutaxassislarning o'zining fikrlarini va sizga bergan maslahatlarni olib borishingiz mumkin bo'ladi. Lekin ustoz, bir narsa, tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Ana soddaroq qilib aytganda, o'ylaganimda kamas ekansan degan joyi bor. Hozirgi ijtimoiy tarmoq shu darajada keng imkoniyatlar yaratdiki, insonni o'zini holatidaligini qanday ko'rsatish, o'ziga bog'liq holatni shakllantirish, o'ziga bog'liq holatga kechyapti. Tabiiyki, ekspertlar, mana biz ko'ramiz ijtimoiy tarmoqlarda, kuzatamiz. Ayrim shunday narsalarni, maslahatlarni berib qo'yishadiki, bularning ichida filtr yo'qdi va obunachi o'sha filtr yo'qligini hisobiga o'sha narsani to'g'ri noto'g'riligini bilmaganligi uchun noto'g'ri narsani ham to'g'ri deb aytib qo'yishyapti. Va tabiiyki, ming afsuslar bo'lsinki, doktorning, mutaxassisning zo'rligi uning подписчики soniga qarashyapti. Mana shu joyda haqiqiy mutaxassislarning xatolari ham shunda bo'lyapti-da. Chunki ular mutaxassis, lekin mutaxassisligini ko'rsatmasa, kimlardir mutaxassis bo'lmaganlar chiqib, hamma ularni mutaxassis deb o'ylayveradi keyin. Bu yerda aynan mutaxassis o'zini bu ustida ishlamaganligi, buni targ'ib qilmaganligi muammo shunda bo'lyapti. Keyin qayerga borsin? Kim bor, o'shanga borishadi. Albatta bu yerda sizni fikringiz подписчикка qarab emas, uni ekspertlikka qarab va uni ekspertligiga qarash kerak. Lekin ekspert o'zini ekspertligini aytmayotgan bo'lsa, odamlar hozir gazeta o'qimay qo'ygan bo'lsa, bozor aylanadigan bo'lmasa, faqat ijtimoiy tarmoqdan hamma narsani qidirayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqda u ekspert bo'lmasa, qayerdan nima qilsin? Bormaydi.
Oldingi instrumentlarimiz demak уже dinozavrskiy metodga o'xshab qolyapti, to'g'rimi? Tavsiyalar bo'lmasa borib turib siz 20 yillik zo'r ekspertsiz. Men sizni qidirish uchun masalan qaysidir bir yo'nalish bo'yicha internetdan qidirsam, hozir hamma zamon internetdan. Internetda siz yo'q bo'lsangiz, demak siz biz uchun yo'qsiz. Demak, siz ijtimoiy topib tarmoqda yo'qmiz, demak hayotda ham yo'qmiz. Chunki siz topib bo'lmayapti-ku. Biz faqat ijtimoiy tarmoqdan qidiramiz, ko'chadan qidirmayapmiz. Albatta. Shuning uchun barcha doktorlarimizga o'zingizni shaxsiy brendingizni rivojlantirishda boshlashingiz kerak va muhim va zarur, albatta. Xitoyda davr hozir shunaqaki, hamma narsani primoy efir orqali sotishadi. Prosta bodringni ham primoy efir orqali sotishadi. Tasavvur qilyapsizmi? Tarvuzni ham hamma narsani primoy efir orqali sotishadi. Demak, transformatsiya qilishga majbur. Shaxsiy brend yaratishga majbur agar u o'zini faoliyatini kelajakda mutaxassis sifatida ko'rayotgan bo'lsa. Avvallari odamlar eshitmadim demanglar, faloncha deb turib odamlarni jalb qilishgan bo'lsa, keyinchalik bu jalb qilish usullarini boshqacha reklama usullari paydo bo'ldi. Billboard deysizmi, televideniya deysizmi, radiolar odamlarga ommaviy ta'sir qilish mumkin bo'lgan imkoniyatlar paydo bo'lgan bo'lsa, yoki ovoz kuchaytiruvchi moslamalar orqali ovoz yetkaziladigan bo'lsa, hozirda ijtimoiy tarmoq butun dunyoga ta'sir o'tkazish imkoniga ega bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar bor. O'sha instrumentlardan har bir mutaxassis o'zini demak foydalanishini tavsiya qilamiz. Maksimal foydalanish kerak. Tushunarli. Keyingi bir savolimiz, biz endi biznes strukturada aytadigan bo'lsak, biznes struktura bo'yicha, strategiya bo'yicha, model bo'yicha tanishib chiqdik. Biznes struktura sifatida sizni fikringiz qanday? Bizda odatda yo'nalishda biznes strukturani agar ochadigan bo'lsak, mutaxassislar, hamshira, glavvrach, doktorlar, undan keyin uchuvchilar. Mana shu biznes strukturani yoniga demak sotuv bo'limini qo'shishimiz shartmi, shart emasmi? Rob sifatida. Mana biz hozirgi traditsion kelayotgan biznes strukturada, biznes modelingizda biznes modeli sotuv bo'limi bo'lishi kerak, call centeringiz bo'lishi kerak, robingizni qo'yasiz va ijtimoiy tarmoqlarda yaxshigina reklama qilasiz sohangizni. Faqat через doktor emas, через boshqa usullar ham kelishi mumkin. Albatta, faqat odzivlar, faqat nima deydi, ekspertlar, boshqa yo'nalishlar. Shunaqa. Ya'ni demoqchimizki, call center orqali ham bemorlarga bildirsa bo'ladi. Ya'ni marketing instrumentlari orqali tanitasiz. Sizda shunaqangi yo'nalish bo'yicha davolash usullari borligini, uni boshqalardan afzallik tomonlarini ko'rsatasiz. Sizni ko'rgan o'sha bemorlar murojaat qilishadi. Buni esa sizni call centeringiz obработка qiladi. Ya'ni chiroyli gaplashadi, ko'rsatadi, isbotlab beradi, odzivlarni ko'rsatadi. Haqiqatan ham sizda klinikangizda shu yo'nalish bo'yicha yaxshi natijalar bo'lsa, demak bemorlarni bemalol davolatib, o'sha yo'nalish bo'yicha sog'aytirgan holda chiqartirasiz. Masalan, meni mijozim klinika Samarqandda call center qo'ydi. Hozir ulgurmayapti. Call center qo'ydi. Mutaxassis yo'nalishi bo'yicha. Ularda o'sha nima deydi? Men yo'nalishlarning detallarini bilmayman, lekin yo'nalishlarning ichida shunaqa joy bor edi, оздоровительный massaj bor edi. Ya'ni har xil unaqa adashmasam urologik qanaqadir nimalar bor, keyin massajlar bor, nima deydi, sog'lomlashtirish. Erkaklarga erkak massaj qiladi, ayollarga ayollar massaj qiladi. Har xil o'sha оздоровительный xullas yo'nalishlar. Detallarini bilmayman. Call center qo'yishgan. Uslugalari bo'yicha murojaat qilishadi, klinikalarga odamlar keladi, o'sha yerda davolanadi. Mutaxassislar, zo'r mutaxassislar olib kelishgan. Hamma mutaxassisga bemorlar очередьda turadi. Shunaqa. Demak, bu yerda call centeri naqadar muhimligini hozir ko'rsatib berdingiz. Albatta. Chunki bu yo'nalish bo'yicha biz ham joriy qilganmiz. Albatta bu yerda o'sha robni qo'yganmiz va u yerda call center tinimsiz ishlashligi, u yerdagi hozir javob bo'lishligi va qolaversa bu yerda sun'iy intellektni integratsiya qilganligimiz bu yaxshi. Lekin sotuv qiymati kech sotiladi. Soddaroq qilib aytganda. Mana bemor bilan gaplashiladi, obработка qilinadi, letlar tushib bo'lgandan keyin
va umumiy воронка qilgandan keyin sotuv kech bo'ladi. Nega? Sotuv o'ylab ko'raman, maslahatlashib ko'raman, imkoniyatim bo'lganda boraman, oylik olganimda yo moliyaviy holatim, imkoniyatim bo'lganda boraman degan savollar va javoblar ko'proq kuzatilyapti. Shunga yechim sifatida nima bera olasiz? Nima berishimiz mumkin? Biz mana shu prosesni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz uchun. Birinchidan har bir biznesda o'zini sikli bo'ladi. Ya'ni birinchi murojaatdan xarid qilgancha bo'lgan muddat bo'ladi. Bu har xil biznesda har xil bo'ladi. Qanchalik qiyin, qimmat narsalar bo'ladi, qaror qabul qiluvchilar ko'p bo'ladi. Orada va qaror qabul qiluvchilar soni ko'p bo'lsa, demak bu muddatda cho'ziladi. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan erkakcha gaplashamiz proyektida ushbu sonida mehmonimiz, ustozimiz Ibrohim Gulamov bilan kerakli bo'lgan klinikalarning o'rtasidagi muammolarni batafsil yoritib chiqdik va ularga kerakli bo'lgan keyslarni, instrumentlarni, yechimlarni va maslahatlarni to'laqonlik yoritib berdilar. Ushbu podkastni to'laqonlik ko'rib, barcha klinika rahbarlariga, klinika ochmoqchi bo'lgan insonlarga va hozir shu kecha kunduzda yuritayotgan insonlarga yuborib qo'yishingiz mumkin. Agar sizga ushbu podkastimiz manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lishni unutmang. Kerakli bo'lgan savollaringizni kommentariyada kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Masalan, hozir borib magazindan jvachka sotib olmoqchi bo'lsangiz, sizni qaroringiz momentalniy bo'ladi. Borasizda o'sha joyingizda qaror qabul qilasiz. Endi novostroykadan uy olmoqchi bo'lsangiz, qaroringiz momentalniy borib turib, sразу qaror qabul qilmaysiz. Borib ko'rasiz, gaplashasiz, birinchi telefonda gaplashasiz, keyin joyga borasiz. Keyin yana uni proyektini borasiz, yana uydagilar bilan maslahat qilasiz. Yana kim bilan solishtirib ko'riladi. Chunki uy oladi, u katta xarajat, ko'p pul talab qiladi, uni yana bo'lib to'lash kerak. Ko'p maslahat, keyin bitta qarorga keladi. Bu tabiiy narsa. Davolanish ham shunga o'xshaydigan o'ziga yarasha sikli bor. Har bir biznes har xil klinika har xil bo'lishi mumkin, lekin shu proses bo'ladi. Bu yerda yechim sifatida mijozlardan bo'ladigan e'tirozlarga to'g'ri ularning e'tirozlarini yecha olish kerak. Demak, skriptlarni to'g'ri berish kerak. O'sha sotuvchi call centeringizdagi mutaxassislar mijozni trubkani ko'tarishdan tortib, trubkani qo'ygungacha bo'lgan jarayonda tuzib chiqish kerak bo'ladi. Ma'lum bir skriptlarni qanaqa gaplashiladi, qanaqa salomlashiladi, qanaqa savollar beriladi, qanaqa qilib uni kasalliklari yoki muammolari aniqlanadi, qanaqa qilib unga taklif beriladi, qaysi yo'nalishlar bo'yicha davolanish. E'tiroz bildirsa qanaqa qilib e'tirozlar yechiladi. Keyingi kontaktlar, keyingi aloqa u bilan qanaqa o'rnatiladi. Misol dering, bir marta gaplashildi, bo'ldi, qo'yildi emas. U uchun maxsus CRM sistemalar bor, o'rnatsa bo'ladi. Nazoratga, kontrolga rahbar qo'ysa bo'ladi. Sifat nazoratini qo'ysa bo'ladi. Ya'ni telefonda mijozlar bilan qanaqangi gaplashyapti, ya'ni bemorlar bilan qanaqa gaplashyapti. Bularni hammasini nazorat qilsangiz, siz aytayotgan nimani ehtimolni kamaytirasiz. Ya'ni kelmaslik yoki boshqani ehtimolni kamaytirasiz. Bo'ladi, faqat ehtimol kam bo'ladi. Demak, klinika rahbari nafaqat u boshqaruv doktor, nafaqat u doktor, balki u biznesmen, tadbirkor, marketolog, albatta. Rob kerak bo'lsa vaqti kelganda snabjenish. Mana shu holatlardan faqat bu holatda yashash kerak emas. Yashash qiyin juda ham. Mana shu hozir kuzatib turgan klinika boshqarayotgan rahbarlarga shu holatdan, operativkadan deb aytamiz, chiqib ketish uchun nima qilishi kerak? O'zini xodimini olib qo'yish kerakmi yo boshqa bir yo'llari bormi? Ili shunday qatqadir ketib yorish kerakmi? Yo biron bir jiyanni olib kelib qo'yib qo'yish kerakmi? Yo kimgadir outsourcing sifatida foydalanish kerakmi? Bu shaxsan sizning o'zingizning fikringiz. Birinchidan o'sha doktorning muammosi, agar doktor klinika ochgan bo'lsa, muammosi uni doktorlikdan chiqqanligida. Doktor hamma jarrohlik ishlari bo'lsin, davolashlar bo'lsin, o'zini qo'li bilan qilib kelganda. Qo'li bilan. Ana endi u biznesmen sifatida, ya'ni klinika ochgandan keyin ham uni o'sha doktorligi uni ishlarini tormoz qilib turadi. Sababi yana doktorlikka tortaveradi-da, ya'ni o'zini qo'li bilan hamma narsani qilishga. Qachonki siz doktorsiz yoki mutaxassissiz, siz hamma ishni o'zingiz qo'lingiz bilan qilasiz. Qachonki siz biznesmensiz, siz birovlarning qo'li bilan qilasiz. Ishni yaxshi tashkil qilish uchun esa qaysidir bir ishlarni topshirish kerak bo'ladi.
o'zingiz qilmasligingiz kerak bo'ladi. Demak, vaqtini sotib olish kerak. Albatta mutaxassislarning vaqtini sotib olish kerak, o'rningizga o'sha mutaxassislarni qo'yishingiz kerak va tepadan biznesni boshqarasiz. Va bu bosqichma-bosqich chiqiladi. Qaysidir darajaga chiqqan paytingizda o'rinbosar qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Boshqaruvni tushunadigan, liderlik xususiyati bor, odamlar bilan muloqot qila oladigan, analitikadan xabari bor, menejmentni tushunadigan odamni qo'yish kerak bo'ladi. Keyin o'zingiz uchredитель sifatida yoki ta'sischi sifatida tepaga chiqib olsangiz bo'ladi. Bu uchun esa birinchi operatsion boshqaruvni qurish kerak bo'ladi. Qanaqa qilib doktorlarni ishga olish sistemangiz bo'lishi kerak. Tizim. Mijozlarni jalb qilish sistemangiz bo'lishi kerak. Davolash uslubingiz bo'lishi kerak o'zingizda. Moliyani, chunki moliyani ham hisob-kitob bo'lmasa bo'lmaydi. Moliyani boshqarish tizimingiz bo'lishi kerak. Xullas, shu bilan birgalikda bu tizimlarni qurish asnosida uni keyin topshirasizda, keyin strategik boshqaruvga fokus ko'proq ajratishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Keyin klinikani boshqarishda doktor bo'lishi shart emas. Albatta. Rahbar glavvrach mayli, endi u doktor bo'ladi, samo собой, lekin xulosa shuki, vrach bo'lishi shart emas. Agar vrach bo'lsa ham u supermen vrach bo'lishligi kerak. Shunaqa. Daraxt agar direktor bo'lmoqchi bo'lsa, boshqaruv qiladigan bo'lsa, lekin doktorlikdan ma'lum bir umumiy narsalarni tushunish kerak. Raz doktorlar bilan ishlayapsiz, yo'nalishlar har xil bo'lsa, demak o'sha sohani tushunish kerak bo'ladi. Ularni qilayotgan ishi to'g'ri ish qilyaptimi, noto'g'ri ish qilayotgani darajasini o'lchash darajasida bilish kerak bo'ladi. Albatta, bu fikringizga qo'shilaman. Chunki men mutaxassis sifatida ham uchredитель sifatida shu narsani ko'p rahbarlarni o'zgartirdim shaxsan o'zim. Rahbarlar, roplar, marketolog yo'nalishi bo'yicha CEOlarim bor edi, ularni ham ko'pini o'zgartirdim. Ko'pchiligi negadir boshqa biznes modelidagi ishlayotgan rahbarlar, men endi xulosam shu bo'ldiki, aynan klinika yo'nalishi bo'yicha, meditsina yo'nalishi bo'yicha uncha tushunmas ekan. Mana shu xulosaga keldim. Uncha ko'pchiligi tushunmas ekan. Shu xabardor bo'lish kerak-da, hech bo'lmasa 30% bilish kerak bo'ladi. Bu nima bo'lyapti, qanaqa ishlaydi? Chunki bu yerdagi qilingan instrumentlaringiz meditsina yo'nalishida ishlamas ekan. Ishlamaydi. Uni transformatsiya qilib, o'sha narsaga moslashtirish kerak. Intellektiga, uni tajribasiga borib taqalar ekan. Bir narsani men muammolarni yana bir aytib o'tmoqchimanki, chunki barcha kuzatuvchilarimiz, klinikaning rahbarlari meditsina yo'nalishida bo'lganligi uchun hozir mana raqobat kuchli va pul to'lash imkoniyati insonlarda bor, lekin kimga qanaqa to'lashini o'ylab, taqsimlangan holatda xarajat qilishadi. Bu yerda ko'p ko'rayotgan klinikalarning ichida narxlarning arzonlashtirib qo'yishi, bularda o'sha skidka, aksiya, ayrim joylarda o'sha tan narxidan bir necha baravarning tushirib yuborishi, bu bozorda o'zim lider bo'lib hammasini sindirib turib, men o'zim liderlik holatiga o'tib olaman degan pozitsiya to'g'rimi, noto'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Demping qilish. Siz o'zi provokatsion savol berdingiz. Chunki ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Ya'ni boshqalarni bankrot qilaman, boshqalarni barbod qilib turib keyin o'zim qilaman degan ma'noda ishlashni to'g'ri narsa emas. To'g'ri emas, albatta. To'g'ri narsa emas. Lekin narxni arzonlashi xalq uchun juda yaxshi. Biznes tirik qolishi uchun foyda topish kerak bo'ladi. Chunki klinika bu biznesda. Chunki o'zini oyliklar to'lash kerak, arendasi bor, arendasini to'lash kerak, xarajatlar bor va hokazo. Shu joyda agar biznes normalniy pul topmasa, o'zi meditsinskiy biznes okupayemist nuqtai nazardan, o'zini oqlash nuqtai nazardan o'zi shundoq ham uzoq muddatli. Plus bu yerda yana hali demping bo'ladigan bo'lsa, normalniy pul topmaydigan bo'lsa, menga nima boshqa narsa bilan shug'ullanaman, Rossiyaga borib ishlayman deb turib, doktorlar tashab ketsa nima bo'ladi ahvol? O'sha uchun doktorlar yaxshi pul topish kerak. Chunki o'zini ustida ishlash uchun ham, kitobini olish uchun ham, malakasini oshirish uchun ham hammasi moliyaviy holatga borib taqaladi. Xuddi shunaqa. Demak, yaxshi pul topish kerak. Demping qilish mumkin qachonki zararsizlanish nuqtasidan tushmagan holatda. Endi raqobat bo'lgan joyda raqobatda yengishga harakat qilishadi. Odatda demping qiladiganlar
boshqa raqobat usulini bilmaydiganlar bor-da, ya'ni klinikani ochib yuborishadi. Ishlashni bilishmaydi. Nima qilamiz? Boshqa joyda yana bizneslari bor. Bo'pti, narxini arzon qilamiz deydi. Ya'ni mayli yursin, nimadir bo'lsin deydi, boshqasiga ham zarar beradi, o'ziga ham zarar beradi. Va biznes ko'rinishida uning kasodga olib kelishiga Chunki sababchi boshqa bo'lib strategiyani qolishi bilmaydi. Narxni arzonlashtirishdan boshqa. Demak, buning strategiyasini o'zgartirish sizda top 3 ta life hack deymizmi, fikringizni so'rab qolmoqchi edim. Mana shu kuzatayotgan bizni auditoriyamizga. Misol deylik, mana bunaqa narsada har bir biznesni o'zini auditoriyasi bo'ladi, o'zining klienti bo'ladi. Kimga qaratilgan? Men tavsiya qilgan bo'lardim. Misol deylik, klinikalar ham har xil bo'ladi. Yuqori klassdagilar bo'lishi mumkin, o'rta va quyi bo'lishi mumkin. Siz birinchi qaysi klassga xizmat qilmoqchisiz, shuni bilishingiz kerak. Agar o'rta yoki o'rtadan yuqori yoki yuqori bo'ladigan bo'lsa, u yerda eng zamonaviy texnologiyalarni, kerak bo'lsa chet el mutaxassislarini, yaxshi tayyorlangan ekspertlarni o'zining sohasi bo'yicha yuqori darajadagi servisni tashkil qilishingiz kerak. Narxni ko'taring. Narx problema emas u yerda. Chunki ular narxga qaramaydi, ular shifoga, metodga, boshqasiga qaraydi. Xo'p, agar siz quyi segment bilan ishlaydigan bo'lsangiz, eng birinchi qiladigan narsangiz bu narxni arzonlashtirishingiz kerak. Narxni arzonlashtirmasangiz, ularni jalb qila olmaysiz. Boshqacha qilib aytsak, sizning xizmatlaringizdan foydalanisha olmaydi. Demak, shunga qarab qilishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda arzon meditsinskiy uskunalar, xizmat turi va hokazo arzonlashtirish kerak bo'ladi maksimalni. Dorilarni misol deylik, bilmayman, arzon tabiiy balkim dorilardir. Balkim dorilarning ichida ham bir xil vazifani bajaradi, qimmat. Bor arzoni bo'lishi mumkin. Ularga qimmat narsani taklif qilish kerak emas, arzonroq narsalar bilan masalan harakat qilish kerakdir balkim. Shunaqa narsa. Yana nima deyish mumkin? Misol deylik, segmentni aniqlab olganingizdan keyin boshqa raqobatchilaringizda yo'q bo'lgan narsalar ustida ishlash kerak. Misol deylik, mana hozir farzandingiz tug'ilishi arafasida bo'lsa, qayerda borib tug'adi? Qayerda? Raddomda. Raddomda borasiz, erkak ham tug'diryapti, ayol ham tug'diryapti. Masalan, xohlaysizki, ayol kishi tug'dirishini. Endi ayol nisbatan ko'proq. Bormi shunday klinika? Faqat ayollar, VIP xonalari ham bor. Alohida xona bor. Siz bilasizki, pulni to'laysiz, uverinsiz. U yerda erkak kirmaydi, faqat ayollar. Uni nima deydi? U bechora tug'ish arafasida unga hech kim qaramaydi, unaqa emas. Xonasi misol deylik klimat kontrolda. Medsistralar individual podxodda qaraydi. Bormi shunaqa masalan joylar? Masalan, bemorlar bor shunaqa xohlaydi. Lekin buning protsenti foizi nisbatida ko'p emas-da. Biz segmentlar haqida gaplashdik. Yuqori segment albatta ko'p emas. Quyi segment albatta eng ko'pchilik tashkil qiladi. O'rta segment albatta yuqori segmentdan sal ko'proq hisoblanadi. Men sizga aytsam, tanlab olish kerak. Agar hozir kim bizni kuzatyapti, biznesmenlar yoki klinika egalari va hokazo. Agar siz prognozimni aytaman sizga. Mana hozir kim qilsa shu ishni hozir birinchilardan yaxshigina rezultatlar qila oladi. O'rtadan yuqori segment uchun tug'ruqxonalarni, chastni tug'ruqxonalarni, eng zo'r mutaxassis ayollarni olib kelib, eng zo'r оборудованияларni qo'yib, farzand tug'ilgandan keyin to o'sha raddomdan chiqqungacha bo'lgan o'sha nima deymiz, qanaqa jarayon, reabilitatsiya deydi, nima deydi? Boshqa tug'ruqdan keyingi jarayonlarni, to'g'ri pitaniyasi, ya'ni ovqat, vitamin, bolaga qarash va mashqlar qanaqadir tug'ruqdan keyingi o'zini tiklashga bo'lgan, shunaqa narsalarni agar qilishsa, respublika bo'yicha bunaqangi klinikalar, klinika deymiz buni, klinika deydimi? Maskanlarga yaxshigina daromad qilsa bo'ladi, ham yaxshigina xizmat qilsa bo'ladi. Kim birinchilardan shu haqida hozir o'ylasa, bu narsa bo'yicha oldin ruxsat yo'q edi. Mana endi hozir chastin strukturani rivojlantirish, e'tibor berish orqali va ulardagi uslugalarni, servislarni va biznesdagi meditsinskiy turizmni yaxshilanish hisobiga buni ruxsat berishdi. Va oldin
eko yo'nalishi bo'yicha ham mana ekstrakorporalniy оборудование deyiladi, ya'ni suvni urug'lantirishga ham ruxsat yo'q edi. Mana hozir ruxsat berishdi va sekin klinikalar hozir salkam 20 tadan oshib qoldi. Aynan o'sha sun'iy urug'lantirish yo'nalishi bo'yicha, mana shu yo'nalish bo'yicha ham barchasi minimum 1 yilda 400 mingdan 1,5 milliongacha dollar tashqi qo'shni davlatlarga chiqib ketyapti. Va mana shu bizda hozir ruxsat berganligi uchun bu ancha rivojlanib, shu pulni O'zbekistonda ushlab qolish sharoiti yaratildi. Va qolaversa, raddomlarda ham bu biznes struktura albatta yo'l qo'yib berishdi. Va bu ruxsat berilgandan keyin mana hozir adashmasam 2-3 ta частный raddomlar paydo bo'lishi boshladi. Demak, segmentni aniqlab olishimiz kerak, bu bir. Ikkinchi, segmentga qarab turib ko'proq qiymat berishimiz kerak. Ya'ni ularning og'riqlari, xohishlari, istaklaridan kelib chiqqan holda takliflarni yaratishimiz kerak va raqobatchilarimizdan yaxshiroq. И raqobatchilarni o'rgangan holatda ko'proq qiymatni beradigan va ko'proq sodaroq bitganda komfortniy zonani tashkillashtirishimiz kerak. Va albatta o'shanda pul to'lashida, ya'ni e'tirozlar kam bo'lishiga olib kelishligi mumkin. Ta'sir qiladi. Rahmat. O'zi mana dasturimizda, qaysi dasturimizda o'qigansiz? 12-dasturda. Qanaqa natijalar bo'lgan o'qishdan oldingi, undan keyingi? Ustoz, mana 12-dasturda shunaqa xulosa bo'ldiki, birinchi men endi mutaxassis sifatida foydalanib, o'zim doktor sifatida o'zimni ko'rgan bo'lsam, keyinchalik o'sha klinika ochilgandan keyin bu yerda operativkaning ichiga kirgandan keyin o'zim ichar bo'lishni boshladim. O'zim rahbar, o'zim marketing yo'nalishi bo'yicha, o'zim ro'b bo'lishi, o'zim kerak bo'lsa xo'jalik yo'nalishi bo'yicha qarashni, o'sha kuzatishni boshladim. И shunday xulosaga keldimki, to'xta. Buni qachongacha davom etadi? Va moliyaviy holatdan ham buni o'quvim kerakligini tushunib yetdim. Va tabiiyki birinchi ustozlardan ko'rdimki, hammasidan so'rog'imiz xirurgik yo'nalish bo'yicha ustozimiz bor, operatsiya bo'yicha, lecheniya bo'yicha qiladigan ustozlarimiz bor, оборудование bo'yicha ustozlarimiz bor. Demak, biznes yo'nalishi bo'yicha ham ustozimiz bo'lishi kerak degan narsani tushunib yetdik. Oddiy o'zimni klinikamni boshqarib yurgan paytimda ungacha boshqa klinikalarni boshqarib yurardim. 6 ta klinikani boshqarganman undan oldin va tabiiyki u yerda men rahbar sifatida, CEO sifatida va glavvrach sifatida boshqarganman, u yerda uchredитель sifatida emas. Uchredитель bo'lganingizdan keyin har bir pulingizni, har bir qiymatingizni o'zingiz hisoblaysiz. Chunki daromadga qarab turib siz xarajatingizni barchasini to'g'rilashingiz kerak. Va tabiiyki bu yerda 12-coachingda o'qib chiqqanimizdan keyin har bir mutaxassisni o'zini vazifasiga topshirib berish kerakligini, moliyaviy savodxon bo'lish kerakligini, uni moliyaviy holatni siz qaramasangiz, PNL 2 ni olib kelib turib, bu yoqqa nima bo'lyapti deydigan holatda uni qaramasangiz, sizni sodaroq qilib aytganda biznesingiz default holatga kelayotganini siz oldindan prognoz qilishni bilmas edik. Va tabiiyki pul topamiz, oylikka kelganda pul yo'q, arendaga kelganda pul yo'q. Va tabiiyki mana shu bilimimizni olganimizdan keyin u yerda hisob-kitob qilishni, xodimlarni boshqarishni, marketingni to'g'ri yo'naltirib berishimizni va insonlardagi qadriyatni o'sha birinchi o'rinda qo'yishimizni, maqsad va missiyalarni to'g'ri qo'yib olishimizni, mana shu narsalarni oldin tushunib yurardik, YouTube'da o'qib, ko'rib, o'rganib. Lekin buni borib ustoz bilan uni o'qib, ko'rib, ishxonaga kelib, kamchiliklarni bartaraf qilib, eshitib, har bir gapirayotgan shu paytdagi gaplaringiz bizani og'riqli joyimizga sodaroq qilib aytganda lecheniya bo'lganda har bir narsa. Va tabiiyki bu narsalarni o'sha joy-joyiga qo'yganimizdan keyin masshtabirniy yo'nalishi bo'yicha fikringiz bor edi. Bu narsalarni insonlarga singdirib, uni ko'proq odamga foyda keltirishda va ko'proq odamga qiymat berishda maqsadimiz bo'lgandan keyin, shundan keyin xodimlar soni ham biz coachingni o'tkazganimizdan keyin, sizni maslahatlaringizni olganimizdan keyin bemorlarning yo'nalishdagi qiymatlari, komfortniy zonaga o'tishi, ularga beradigan uslugalarimiz, servislarning oshishiga yordam berdi.
qolaversa boshqaruv tizimlashtirishga yordam berdi va undan tashqari bizni masshtablashtirishimizga, ya'ni qo'shimcha ikkinchi klinikani ochishimizga sabab bo'lib qoldi. O'shaning uchun bu fursatdan foydalanib bu narsalarni sizga rahmat deb qolaman. Mana shu bergan ilmlaringiz, bilimlaringiz haligacha o'sha biz papkani olamiz, qayerdadir xato bo'lsa papkalarni olamiz, hamma joyda mamnaqa edi, to'xta, esimizga tushirib olamiz va tabiiyki o'sha narsa bo'yicha boshqaruvni yo'lga qo'yishga harakat qilib keldik va qolaversa har bir ustozni olgan bilimini, shu o'qiganingizdan keyin shu bilimni siz agar ishlatmasangiz, u sizda nolga tegishligini, nolga qiymat berishini buni angladik. Va tabiiyki mana shu kecha kunduzda ham ustozlarning orqasidan yurib hozir treninglarda va ustozlarga borib maslahatlarni so'ragan holatda mana shu holatga Allohning izni bilan shu holatga yetib keldik. Va albatta shu fursatdan foydalanib sizga minnatdorchilik bildiraman. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Hech qachon mana shu chiqarayotgan har bir o'quvchingiz, har bir insonga berayotgan foydasi, uni ajri Alloh bilguvchi va bu hammasi shunga erishishda hech qachon charchamang. Va shu fursatdan foydalanib bizni obunachilarimizga, bizni kuzatuvchilarimizga tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Endi vivod qilib aytadigan bo'lsak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz ham qachonlardir hammasini o'zimiz bilamiz, o'zimiz qilamiz, o'zimiz o'qiganmiz, hammasini o'zim eplayman, ko'proq boshqalarni olsam xarajat ketadi, puli ketadi deb o'ylaganmiz. Lekin o'qishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, xodimlarning soni bir necha karraga o'sishiga, moliyaviy holatni 10x dan yuqori bo'lishiga va masshtablash holatdagi boshqa klinikalarning oshishida va shu olgan bilimlarni boshqa klinikalarga ham borib maslahatchi sifatida foydalanishiga sababchi bo'lib qoldingiz. Salomat bo'ling. Har doim mana shunaqa ilm berishda, ziyo berishda hech qachon charchamang. Rahmat, salomat bo'ling. Sizlar bilan doktor Hasan, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.